Biz nevrologik kasalliklar keladi, uni davolashi bilan, reabilitatsiyasi bilan shug'ullanamiz. Blog yuritaman, zo'ravonliksiz ta'lim ekspertiman. Xo'p, onani o'zi sog'lom bo'lmagandan keyin sog'lom farzand tug'ish ehtimoli juda ham kam. Mana shu hafta bo'lgan holat. Bolaga telefon berib qo'yishgan, autizm elementlari boshlangan. To'g'risini aytsam, bizni ta'lim tizimimizda hali bolalar psixologiyasini yaxshi mukammal o'rgatishmaydi. Biz nima deydi, yashamaydigan odamni ham majburlab yashatamiz yoki bir boshqa holat bo'lib, u o'z-o'zidan nasl ko'radi. Buni natijasida irsiyatdan buziladi ozgina. Har bir ota-ona tibbiy bilimlari kuchli, chunki yonida doktor Google bor. Ha, bizda chiqarilgan qarorlar, buyruqlar har doim oxirgi shu nuqtasigacha, faoliyat nuqtasigacha yetib borib to'liq natija qilinmaydi-ku. Biz faqat ishlayotgandek ko'rsatishimiz kerak, o'zimizni ishlashimiz emas. 5 ta kapinsa 7 xil tabletka yozib bergan doktor yaxshi doktor. 2 ta tabletka yozib bergan doktor yomon doktor. Bola nutqi yaxshi chiqib, maktabga borguncha umuman qo'liga telefon bermaslik kerak. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Kamina shifokor nevrolog Shahzod Shohiyusupov. Bugungi mavzuyimiz mana ancha yillardan beri og'riqli joyimdan biri, ya'ni biz nevrologik kasalliklar keladi, uni davolashi bilan, reabilitatsiyasi bilan shug'ullanamiz. Mana shu reabilitatsiya yoki nevrologik kasalliklarni davolamaylik va uni oldini olaylik degan maqsad bor menda. Shu maqsadda suhbatlashishlar taklif qilganman, ya'ni nevrologik kasalliklarni oldini olish. Nima qilsak, shu nevrologik kasalliklar kam uchraydi, kamaytirsak bo'ladi degan maqsadda shu mavzu atrofida suhbatlashamiz. Suhbatdoshlarim o'zlarini tanishtirishadi va bular ham o'zini mavzusini, o'zini og'riqlarini aytishadi. Shu og'riqlar atrofida suhbat uyushtiramiz. Birinchi mehmonimiz Arofat muallim bo'ladi. Men Arofat muallim, Surxondaryoni chekka hududida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Undan tashqari blog yuritaman, zo'ravonliksiz ta'lim ekspertiman. Xudo xolasa bugun manfaatli suhbat bo'ladi degan umiddaman, chunki nevrologik muammosi bor bolalar bilan ozgina tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi. Shu masalada savollarimizga oydinlik kiritamiz. Bu hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa. Ikkinchi suhbatdoshimiz Men Abdug'afforov Sarvar, vrach nevrolog, neyrofiziologman. Xo'p, mendagi asosiy og'riq, ya'ni o'sha nevrologik kasalligi bor bemorlarda o'sha tarbiyasidagi noto'g'ri yo'nalishlar, ya'ni o'sha noto'g'ri tarbiyalanish natijasida yuzaga keladigan belgilar to'g'risida bir tavsiyalarimizni berib, maslahatlashib olmoqchimiz. Xo'p, keling birinchi savol sizdan boshlaylik va mavzuyingizdan kelib chiqib, shu mavzuda aytdingiz, nima qilsa bo'ladi shu narsani oldini olish uchun? O'z fikringiz. Xo'p, oldini olish uchun birinchi o'rinda bolani to'g'ri tarbiyalash kerak. Ya'ni bu qanday qilib deydigan bo'lsa, mana asosiy muammoni aytadigan bo'lsak, mana biz reabilitatsion sentrda ishlaymiz. Ya'ni bu sentrga nevrologik muammosi bor, nuqsoni bor bemorlar yotadi. Juda ko'pi komfort zonada yashaydigan bolalar. Ya'ni bola erkalatib katta qilingan, xo'p, etgani muhayyo bo'lgan, yotgan joyda hamma narsasini olib kelib berishadi. Shuni hisobiga u bola komfort zonaga kirib qoladi. Yuradigan bola yurmaydi, gapiradigan bola gapirmaydi. Shu narsani to'g'ri tarbiyalash to'g'risida gapirsak yaxshi bo'lardi. Bundan tashqari opamiz psixologik tomondan bizga to'g'ri fikrlar berishsa, undan ham manfaatli bo'lardi o'ylayman. Xo'p, bizga o'qituvchi kelganlar yaxshi bo'ldi. Meni ham savollarim bordi. Bizni nevrologik kasalliklarning orasida ba'zi bir ustozlar tomonidan, hamma emas, ba'zi bir hamma sohada uchraydi. Ustozlar tomonidan ularni salbiy qilgan xatosi orqali nevrologik kasalliklar kelib chiqadi bolalarda. Misol uchun logonevroz, ya'ni bolani duduqlanib gapirishi. Uning sabablari har xil. Asosan qo'rqishdan ko'proq uchraydi yoki qandaydir travma natijasida sudralgilar qo'zg'alishi mumkin. Shuni qanday qilib kamaytirsak bo'ladi, ustoz? To'g'risini aytsam, bizni ta'lim tizimimizda hali bolalar psixologiyasini yaxshi mukammal o'rgatishmaydi. Nafaqat bolalar psixologiyasida bo'ladigan muammolar bor, undan tashqari neyroturli bolalar bor. Ular kasal emas, ular nogiron emas, lekin neyroturli
giperaktiv bo'lishi mumkin, diqqat tarqoq bo'lishi mumkin. Bu mavzularda alohida yana kengroq gaplashamiz. Lekin oliy ta'limda bular haqida batafsil ma'lumot, qanday holatda qanaqa yechim qilish kerakligi haqida berilmaydi. Endi ikkinchi tomoni bor, talabani o'zini tirishqoqligi. Chunki talaba mustaqil izlanuvchi degan-ku, o'qitganda ham 50% harakat kamida uniki bo'lishi kerak-ku. Ba'zan o'zi yo'q. Tan olishimiz kerak. Masalan, men ham o'qiganman, uchratmaganman bu narsani. Keyinchalik hozirgi bilimlarimni 10 dan 9 qismini mustaqil o'rgandim. Chunki programmani o'zida yo'q bu narsalar. Rostdan ham hozir nevrologik muammolar ko'p deb o'ylayman, xulq o'zgarishlari ko'p, lekin oliy ta'limda baza yo'q. Talabalarga beriladigan baza yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, pedagoglarni izlanuvchanligiga turtki ham yo'q. Ularni moddiy texnik bazasi, ishidan, maoshidan qoniqishi yetarli bo'lmagani uchun ular ko'pchilik aytadi, maoshga yarasha mehnat. Shunaqa, ularni уже toqati ham yo'q, sabri ham yo'q bu narsani qo'shimcha o'rganishga. Endi hamma ham pedagogika sohasiga kasbini sevgani uchungina, faqat shundan lazzat olganidan ishlamaydi-da, to'g'risi ham. Shuning uchun bo'ladi, nafaqat pedagoglarda, boshqa kasblarda ham bo'ladi, lekin pedagogik soha inson omili bilan bog'liq bo'lgani uchun, psixologik ziddiyatlarga, ijtimoiy ziddiyatlarga ko'p boy bo'lgani uchun bo'ladi pedagoglarda. Ayniqsa shu asablari tez charchagani uchun ham o'zini nazorat qila olmaslik o'qituvchilarda ko'p uchrab turadi. Ayniqsa hozir yangi zoomer avlodda ham muammolar bo'lyapti. Chunki avvalgi ta'lim-tarbiya metodlari ularga ishlamayapti. Men shunaqa deb o'ylayman, balki adashayotgandirman, lekin hozir zo'ravonlik holatlari ko'proq. Chunki bolalar endi bo'ysunmayapti-da, u metodlar ishlamayapti. Keyin shunaqa holatda menga ko'p murojaat qilishadi. Shunaqa nevrotik tiklar, qo'rquv, duduqlanish, rostdan ham sudirgini hozir sizdan eshitdim, mutaxassissiz albatta. Shunaqa holatlar bo'lganmi o'zi? Ha, Uchratganmisiz? Nima bu? ko'p. Menga ko'p yozishadi. Individual shug'ullanganimizda duduqlanib gapirishni boshlaganlar bor. Aynan bosim orqasidan, bosim bilan bizda o'ylashadi, ta'lim berishni eng yaxshi tez samarali usuli bosim qilish, qo'rqitish. Chunki hammamiz ham ishlatish mumkin bo'lgan narsa kuchga, o'sha kuch qo'rquvda, qo'rquv orqali hammamiz harakatga keltirish mumkin-da. Shunaqa qilib dars berishadi, berayotgan materialni o'zlashtiradi, lekin qo'shimcha boshqa o'zingizlar xabaringlar bor, bu sohada yaxshi bilasizlar, nevrologik muammolar kelib chiqadi. Yana shu siydik tutolmaslik kechasi uyqusini ichida bu narsa ko'p uchraydi. Aynan shu. Keyin nevrotik tiklar, ko'zini pirpiratish, og'zini atrofini yalash, bir joylarni jinsiy a'zolariga teginib qo'yish tez-tez. Shunaqa narsalar ko'p uchraydi, murojaat qilishadi, qanaqa qilib yo'qotsam bo'ladi. Ha, detisk anonizm siz aytgandek, ixtiyorsiz harakatlar tiklar aytganingizda, lekin men so'ramoqchi bo'lganim, lekin siz maktabdagi hamkasblaringiz orasida yoki maktabda shunday holatlar bo'lganmi? Shular sabab kelib chiqqan. Tez-tez uchraydimi? Yo'q, aynan meni faoliyatimda ko'rganlarimda bu narsa uchramagan. Faqat tormozlanib yopilib qolish bor qo'rquvdan, lekin duduqlanish menga murojaat qilishgan ko'p. Men ishlayotgan joyimda bunaqa narsa yo'q. Keyin ko'pchilik baribir ota-onalar bilan suhbatda bo'lasiz, bolalar bilan. Nevropatologlarga savolingiz bormi? Albatta, nevropatologlarga juda ko'p savollarim bor. Xo'p, birinchisi, hozir ko'pchilikni qiynayotgan, munozaralarga sabab bo'layotgan savol, avvaldan o'zi nevrologik kasalliklar, ya'ni autizm, DTSP, giperaktivlik avvaldan bor bo'lib turib media rivojlangani uchun endi xabardor bo'lyapmizmi biz, yo shunaqa ko'zimizga ko'p ko'rinyaptimi, yo hozir rostdan ham ko'pmi bunaqa kasalliklar bolalarda? Hozirgi kunda ko'p, juda ko'p uchrayapti. Oldin ham bo'lgan, nisbatan kamroq bo'lgan. Xo'p, siz ko'p kasalliklar aytyapsiz. Men sizga ikki xil qilib tushuntirib berishini. Nevrologiyada kasalliklar ikki turga bo'linadi asosan. Funksional kasalliklar, organik kasalliklar. Xo'p, organik kasalliklarda o'sha miyani rivojlanishida qanaqadir nuqson bo'lish hisobi yuzaga keladigan kasalliklar, bularni asosiy sababi juda ko'p qisminiki, xo'p, onani o'zi sog'lom emas. Misol uchun biz bilamiz, sog'lom ona sog'lom bola.
tamoyiliga asoslangan. Xo'p, onani o'zi sog'lom bo'lmagandan keyin sog'lom farzand tug'ish ehtimoli judayam kam. Uzr so'rayman, gapingizni bo'ldim. Shu joyda qiziq narsa hayolimga kelib qoldi. Irsiy umuman sog'lom emasmi yoki homiladorligida sog'lom, yaxshi o'tmaganmi homiladorligi? Shunga ham yondashib o'tsangiz yaxshi ma'lumot. Agar homiladorligi yomon o'tgan bo'lib turib, shunaqa holat bilan tug'ilishi ham bormi yoki irsiyatdan kelib chiqadimi doim? Xo'p, ikkalasi ham bir-biriga nisbatan bog'liq. Ya'ni men sizga boshqachasiga tushuntiraman. Xo'p, meditsina rivojlanib boryapti yildan-yilga. Yildan-yilga rivojlanib borgandan keyin, xo'p, tabiiy tanlanish degan narsa bor tabiatda. Ya'ni o'sha sog'lomlari, raqobatga chidamlilari yashaydi, qolganlari o'z-o'zidan nobud bo'ladi. Biz meditsina kuchayyapti-da, shu narsani biz nima deydi, yashamaydigan odamni ham majburlab yashatamiz yoki bir boshqa holat bo'lib, u o'z-o'zidan nasl ko'radi. Buni natijasida irsiyatdan buziladi ozgina. Xo'p, undan tashqari o'sha homiladorlik muammolari ham juda ko'p. Chunki yana qaytamiz, juda ko'p tarbiya muammosi hozir yoshlarda kuzatilayotgan. Xo'p, yoshlar asabiy, jizzaki yoki bo'lmasam har xil yengil kiyinib yurishlari natijasida shamollashlar ko'p yoshlar orasida. Homiladorlik paytida ham shamollashlar kuzatilyapti. Undan tashqari biz chaqaloqligidan boshlab bolani antibiotiklar beryapmiz, virusga qarshi dorilar beryapmiz. Shuni natijasida immunitet sust, hammasi birgalikda qo'shilyapti-da. Qarang, irsiyatdan, otasidan, onasidan yoki bobo, buvisi orqali irsiyatdan tashilib yuriladigan nevrologik kasallikni bitta misol keltirsangiz mumkin bo'lsa va aynan sog'lom bo'lib turib homiladorligi yomon o'tganda bo'lishi mumkin bo'lgan kasallikni bitta misol keltira olasizmi? Xo'p, endi nasliy kasalliklardan ko'proq uchraydigani, misol uchun Down sindromi. Down sindromi bu nasliy genetik kasallik, o'sha genotipda buzilish natijasida yuzaga keladi. Xo'p, agar homiladorlik muammosi bilan oladigan bo'lsak, bu asosan DTP kasallik. DTP mikrosefaliyalar misol keltirsak bo'ladi. Yoyib bering DTPni. DTP детский cerebral paralij, ya'ni bolalar bosh miya falaji. Umumiy qilib aytadigan bo'lsalar bular kasalliklarni kelib chiqishi birinchisi ota-onani tibbiy saviyasi past bo'lishi. Ya'ni hayotga tayyor bo'lishmaydida, ikkita yosh turmush qurishadi. Birinchi qatorda tibbiy ko'rikdan o'tishmaydi, mana shu yerdan boshlanadi. Siz aytgandek, tibbiy ko'rikdan o'tmagandan keyin uni qiz bolani yoki uylanmoqchi kuyov bolani qanaqa kasalliklari bor, nasliy kasalliklar bormi yoki boshqami, u bir-biridan xabardor bo'lmaydi. Eng katta xato shu. Bo'ldi, yaxshi turmushga chiqdi, tibbiy ko'rikdan ham o'tdi deylik. Keyin uni homiladorligi ayol kishini uyda noto'g'ri munosabatda bo'lishi, nosog'lom muhitda bo'lishi yoki kelin deb har xil ishlatishadi, uni e'tibor berishmaydi, kelin qilish kerak deyiladi. Homiladorlik og'ir o'tadi yoki biror bir kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, oddiy shamollash bo'lsa ham Orvi vaqt o'tkazib yoki onasinikiga jo'natishadi, mana shu yerda ketadi. Tug'ruq jarayoni og'ir o'tishi, hammasi yig'ilib mana shunday kasallikga kelib chiqadi. Xo'p, siz yuqorida aytganingizdek, autizm elementlarini bo'lishi, giperaktivlik, boshqa nevrologik kasalliklar oldindan bor edimi yoki ijtimoiy nima tezlashgandan, axborotlar nima bo'lganidan shuni bilolmaymiz desa, oldindan ham bor edi haqiqatdan ham. Hozirgi kunda juda ham ko'paydi. Nega desangiz, ijtimoiylashuvimizni jadal rivojlanish natijasida. Ya'ni axborot tizimini tezligi, yana yosh kuyovlar, kelinlar tayyormaslik. Ya'ni uydagi ishlarni qilib olish uchun yangi tug'ilgan chaqaloqqa 3 oylik bo'ladimi, 6 oylik bo'ladimi, telefonni qo'yib beradida. O'tmas hafta bo'lgan holat. Bolaga telefon berib qo'yishgan, autizm elementlari boshlangan. Chaqirsa qaramaydi. Noodatiy qiliqlar chiqargan, shovqinga quloqini, ko'zini bekitib oladi. Mana shu sabablardan kelib chiqadi asosan. Qarang, hozir gapiryapsiz, o'ylab qoldim. Hozir ham hatto to'yga kelin-ko'ylakni 2-3 kunlab ko'plashib tanlash mumkin. Mebelni ko'pchilikka ko'rsatib rasmga olib 2-3 kunlab, haftalab tanlashi mumkin, lekin bir kunini ajratib to'liq sog'lig'ini tekshirishmaydi. Bu narsaga e'tibor berishmaydi-da. Ana mohiyatga emas, shakliga e'tibor beramizda. Hali ham bor shunaqamiz ko'p. Shuni qandaydir yangi turmushga chiqmoqchi bo'lgan kelin-kuyovlarga majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Qandaydir bir darslik qilib chiqish kerak-da. Ya'ni
yangi turmush qurgan er-xotin hayoti qanday bo'ladi 1 yilga? Bolali bo'lgandan keyin uni tarbiyasi, qandaydir proyekt qilib, darslik qilib, buni ham majburiy qilib qo'yish kerak-da. Agar shu narsani yo'lga qo'ysa, kamida 50% nevrologik kasalliklar kamayadi. Boshqa somatik kasalliklar aytilmayapti. Shunaqa. Endi bizda endi rivojlanyapti. Aytdim-ku, o'tish vaqtidamiz hozir. Ko'p kasalliklarni murojaat qilib boshlashdi. Avval shu biz yoshligimizda masalan, hatto autizmni ham diagnoz qo'yib, davolashmagan, ko'p kasalliklarni davolashmagan. Bu endi g'alatiroq tug'ilgan, shunaqa deb qo'yishganda, maktabga ham nima qilishavergan, hech qanday alohida yondashilmagan, oxir partada kelib ketavergan nevrologik muammosi bor bolalar. Endi hozirgi ota-onalarni shu tibbiy savodxonligi qanaqa? Qanchalik olib kelishyapti masalan? Endi ko'p kasalliklarni, alomati bilingan kasalliklarni olib kelishayotganini bilaman. Ta'limda kasal deb bo'lmaydigan neyroturli bolalar bor. Masalan, ta'limda o'zlashtirish qiyin bo'ladigan. Shularni ham olib kelishyaptimi? Qay darajada savodxonlikni qaysi kasallik bilan o'lchash mumkin? Mana u kasallikni sezib olib kelishyapti, davolashga harakat qilishyapti masalan, deb qaysini ayta olasiz xursand bo'lib? Xo'p, hozirgi kunda har bir ota-ona tibbiy bilimlari kuchli, chunki yonida doktor Google bor. Ha. Yozsa, hozir ChatGPT chiqqan. Yozsa, hammasi to'g'ri bo'lmasa ham ish qilib javobini olishadi-da bu narsaga. Bu narsada muammo yo'q, hammasi bilib nima qiladi. Menga murojaat qiladiganlarni asosan 50-60% ota-ona sababdan, xatosi sababli kelib chiqqan. Nutqiy rivojlanishdan orqada qolish yoki autizm elementlarini paydo bo'lishi yoki nutqidagi muammolar bilan keladigan kasallik asosan shular, ota-ona sabab. Lekin kelib murojaat qiladigan ota-onalarning deyarli 90% dan oshig'i bu xatosini tushunib kelganlar. Chunki bilasiz, men ham xuddi sizga o'xshab ijtimoiy tarmoqqa yurg'izaman, Instagram, YouTube, Telegramda va bu haqida asosiy mavzularim, kontentlarim nutqdan rivojlanishda orqada qolish, telefon, televizor, umumiy qilayotganda gadjetlar sabab bo'ladi deb. Ular meni avval kuzatib, xatoni bilib, telefon, televizorni to'xtatib, hammasi shunaqa qilib kelganlar. Lekin so'rayman ataylab shu narsani, to'xtatganimizdan keyin bir bo'lmasa ham 2-3 aytganimizga qaray boshladi. Qandaydir o'zgarish bo'ldi, to'g'ri aytar ekansiz. Shuning uchun sizga keldik. Chunki sizgacha ancha shifokorlarga borganmiz, nevropatologlarga muolajalar olganmiz deydi. Va ularga eng ikkinchi tavsiyam beraman, telefon, televizor to'xtatibsan, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin unga yaxshiroq nima berding? Zo'r. Aytaman. O'rniga aql ongini oshiruvchi o'yinchoqlar olib ber. Razvitiyasini oshiradigan va birgalikda o'yna. Olib berib bo'ldi, ish tugadi emas. Birgalikda o'yna, xuddi kattalardek gaplash, ma'lumot ber, hikoyalar aytib ber, sayr qil, ko'proq vaqtingni ajratsang, shunda bola miyasi yoza boshlaydi. To'g'ri narsa hozir javob bera olmasligi mumkin, gapira olmasligi, to'g'ri harakat, lekin to'g'ri narsani o'rganib, sekin bola yaxshi bo'la boshlaydi. Va eng asosiy qiladigan ishing, o'zing yaqin atrofingda logoped, defektolog topasan, doimiy shug'ullanish kerak. Kerak bo'lsa siz ham kiring, o'rganing, uyda ham davom ettirish kerak. Shundagina bolada qandaydir o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasa, autizm yoki raz, DTSB shunga o'xshagan kasalliklarga mo'jizakor bitta dori berib davolaydigan dori yo'q. Asosan mehnat orqali erishiladi. Buni tushungan ota-onani farzandi tuzaladi. Keling shu yerda aniqlashtirib olaylik-da tomoshabinlar uchun. Aynan gadjetlar, ekran, telefon, masalan, televizor, shularni ko'p ko'rish natijasida bolalarda qanday kasalliklar kelib chiqyapti? Aniq qilib sanab bersangiz tomoshabinlar uchun. Doktorim javob beradi. Qanday qilib qayerda tormozlashini va keyin ular savollariga javob bersangiz aniqroq bo'ladi. Shunda ota-onalarga ham foydali bo'ladi. Demak, bu kasalliklarni kelib chiqishining asosiy sababi yashin telefon, televizorlar deyapmiz. Bu kasalliklar xo'p, ZPR hozirgi kundagi ko'p uchrab turgan, ya'ni shu bolaning aqliy va nutqiy taraqqiyoti orqada qolishi yoki ZRR, ya'ni bolaning nutqiy jihati orqada qolishi. Keyin undan tashqari ras, autizm holatlari. Bular ham juda ko'paygan, chunki bularning asosiy sababi xo'p, bolani birinchi o'rinda nerv sistemasi yaxshi shakllanmagan bolalar yoshligida. Shuni hisobiga borliq haqidagi tasavvur noto'g'ri bo'ladi. Keyin xo'p, bolaga
asosiy nutq bazasi yoki dunyoni tanishi o'sha ona orqali bola ko'radi. Ya'ni bu asosan 8 oylik bilan 2 yosh orasida bo'ladi. Shu vaqt oralig'ida bola dunyoni ona orqali tasavvur qiladi. Bizda shu jarayonda uzilish bo'lyapti juda ko'p onalarda. Shuni hisobiga bola onadan uzilyapti-da, telefon, televizor yoki shunga o'xshash narsalarga bog'lanib qolyapti. Shuni natijasida uni borliq haqidagi tushunchasi noto'g'ri bo'lyapti-da. Xo'p, telefon, televizorda rangli narsalar ko'radi. Bizni dunyomiz bolalar uchun rangsiz bo'lib qolyapti. Undan tashqari har xil juda qisqa video, ya'ni short videolar deyiladi, shular ko'radi. Shuning natijasida bolani diqqati yo'q. Undan tashqari bola telefon yoki televizor ko'rib turgan narsasida, ya'ni virtual hayotda bolani xohlagan narsasi bor, lekin real hayotda yo'q. Shu narsani bola farqiga bormayapti-da, bunga bog'lanib qolyapti, bu dunyodan uzilyapti. Shuni hisobiga bolani borliq haqida tushunchasi noto'g'ri, yaxshi gapirmaydi, tashqi muhitga reaksiya qilmaydi, ismi ham qiziq emas, atrofdagi bo'layotgan turgan narsalar bola uchun qiziq emas. Shu aytgan narsangizni men o'zimda ham sinab ko'rganman. Endi men o'zimni soham bo'yicha o'rganishni yaxshi ko'raman. Kontentlardan podkastlar bor, masalan, ko'rsatuvlar bor, ilmiy ko'rsatuvlar. Uzoq vaqt shularni ko'rganimda 2 soat, 5 soat bir o'tirishda уже menga atrof olamdagi turmush o'rtog'imning ish buyurishi, o'quvchilarimni tabiiy jarayon shunaqa ko'p savol berishi, shunchaki keyingi faoliyatga o'tganimda ham xohlamayman, qanaqadir yoqimsiz ta'sir qiladi. Bolalarimni sho'xligi, masalan, bajarishim kerak bo'lgan ishlar, ishlashga bo'lgan g'ayratim, layoqatim so'nishi, katta odam bo'lib turib o'zimni nazorat qiladigan. Bu narsani o'qiganimdan keyin e'tibor beruvdim, shunaqa ekan, ha dedim, kattalarda shunchalik bo'lsa, dedimda, masalan, psixologiya bo'yicha hamma narsa olam psixologiya-ku, psixologiyaga yondashib boshqariladi. Marketing ham, sotuv masalan, hamma narsa. Bolalar o'yinchoqlari psixologik standartlar bo'yicha 3 ta rangda bo'ladi asosan, e'tibor bersanglar, qizil, yashil, sariq. Chunki ular ko'zni charchatmaydi, kayfiyatni yaxshilaydi, psixologiyaga salbiy ta'sir qilmaydi, bo'g'iq, sovuq ranglar yo'q. Har doim o'yinchoqlar asosan shunaqa rangda bo'ladi. Endi hozir ozgina o'zgargan bo'lsa ham baribir shu standartlarga rioya qilishyapti. Lekin endi o'yinchoqni o'rniga avval endi faqat bizda o'yinchoq bor edi-da, yoshligimizda unaqa smartfonlar yo'q edi, to'g'rimi? U narsalar biz o'ynardik, shu ranglar orqali miyamizga zarar yetmasdan olamni anglardik. Endi hozir nima bo'lyapti? Shundoq ekranni yoqyapti, hamma rang bor, har xil kadr bor, ovoz chastotasi sog'liq uchun zarar, masalan, kadrlari tezligi, undagi tasvirlar, har xil narsa chiqyapti. Endi bolani ko'zi, ongi nimani yaxshi nima qiladi, ko'radi, nima yaxshi jalb qiladi, uni qo'rqinchli narsa bo'lishi kerak, tez almashishi kerak. Orada shunaqa bo'ladi, qo'rqinchli xunuk kadrlar. Meni shu o'tkazib ko'rganda lentada chiqib kelaveradida, qo'rqinchli narsa bo'lsa, biz ham masalan beixtiyor ana shok xabar desa nima bor ekan deb nima qilamiz-ku, miyaga signal berish, bu ham psixologiya, faqat cho'rniy, qora marketingda. Yomon narsalar bilan ularga shunchaki kontentini ko'rsa bo'ldi. Mas'uliyat ota-onada qolyapti-da bu joyda. Ana shu narsadan filtrlash, masalan, ekran vaqtini cheklash, ko'rayotgan kontentlarini filtrlash, masalan, endi ma'lum bir yoshga yetganda ko'rishi mumkin-ku, dam olish uchun yoki qanaqadir ma'lumot olish uchun kattaroq bo'lganda, lekin shunda ham juda jiddiy e'tibor berish kerak deb hisoblayman. Men ham masalan, nimaga deganda, kadrlar tez almashgani uchun, tasvirlar mutlaqo bolaga xos bo'lmagani uchun, bizni kitoblarimizdan misol keltiraman. Hozirgi darsliklarga ham e'tirozim bor ancha. Bizni bolaligimizda o'qigan kitoblarimizda tasvirlar xuddi bola qo'li bilan chizilgandek. Hech bo'lmasa kattaroq bo'lganimizda rassomlar chizilgandek edi. Shundoq tayyor kompyuterda chiqarilgan, fotoapparatda olingandek rasm juda kam edi. Endi mendan ozgina kattaroqsiz, siz yoshligingizdagi darsliklar undan ham zo'r bo'lganda, sekin rasmga olingandek kadrlar qo'shildi, hozir meni qoniqtirmaydi. Endi bitta aniq natija sizlarga: 1-sinf bola chiroyli rasm chizadi, 4-sinf bola unchalik rasm chiza olmaydi. Nimaga? U telefonda kadrlar tez almashyapti, tayyor kadrlar, xunuk nimalar, juda notekis chiziqlari, chiroyli emas, estetika yo'q. Shundan bildim, o'sha chunki 1-sinf 4-sinfga nisbatan kamroq ko'rgan.
allaqachon ularda oldinga rivojlanish emas, orqaga rivojlanish bo'lyapti. Ijodiy tasavvurida hamda masalan. Shunday. Shu aytganingizdek telefondan uzoq berib qo'yish sababdan o'zimda ham aytganingizdek shunaqa narsa kuzatilgan. Hozir o'zimga o'zim nima qilganman, 40 kunlik challenge qilganman. Ijtimoiy tarmoqqa kirmayman. Ramazondan keyin ham yana 10 kun kirmayman deb niyat qilganman. O'tkazganda har xil mavzu chiqaveradi-da, qisqa bo'lishidan tashqari va bolaga har xil emotsiya beradi. Bir vaqt o'zida kulib turib, keyin xafa bo'lib, keyin mahzun bo'lib, keyin qo'rqib, bu miyada har xil nimalarga sabab bo'ladi, gormonlar narshunasiga ta'sir qiladi. Bola sabrsiz bo'la boshlaydi. Emotsional kachalik deydi. Giperaktiv, jizzaki, urushqoq, mana shundan boshlanadi. Ko'pchilik erkalik qilyapti deydi ota-onasi, bilmaydi. O'sha birinchi bosqich boshlanib bo'ladi. Sekin-sekin bola ko'ravergandan keyin telefon gapiryapti-ku, nutq markazi to'xtay boshlaydi. Gapirishga ehtiyoj sezmaydi. Bu gapiryapti, chiroyli gapiryapti. Har xil ranglar chiqib kelyapti. Sekin-sekin nutqi bloklanadi. Keyingi bosqichga o'tganda bolada nojo'ya qiliq, odatiy qiliqlar paydo bo'la boshlaydi. Chaqirsa qaramaydi, aytganimizdek. Yoki tengdoshlariga qo'shilmaydi, o'zi o'ynashni yaxshi ko'radi. Chunki uydan chiqmagan, telefonning ichidan chiqmagan, virtual nimani ichiga qolgan. Chaqirsa qaramasligini ko'pchilik ota-onalar qo'rqadi-da, bolam qulog'i karmikan deb, lor shifokor. Birinchi lorga boradi. Audiometriya qilib qulog'ini tekshirtiradi. Yo, biz tekshirtirdik, qulog'i eshitar ekan, keyin aylanib bu nevropatologdan kasallik ekan, bu sababi mana shunaqa ekan, bildik deb keyin olib kelishadi. Man shu narsaga qarshimanki, bola nutqi yaxshi chiqib, maktabga borguncha umuman qo'liga telefon bermaslik kerak. Foydali narsa uchun bo'lsa ham. Shunaqa. Qachonki 7 yosh maktabini fundamentalni 4 yillik nimasini tugatgandan keyin 5-sinfga borganda o'shandan boshlash kerak. Meni fikrim, shaxsiy fikr. Foydali ma'lumotlar olishdi. Ota-ona birgalikda nazorat ostida telefonni. Sekin-sekin kamaytirib, qanday to'g'ri ishlatish qoidalarini, odobini o'rgatib kiyim berish kerak deb o'ylayman. Maktabda telefon olib qo'yish yoki to'g'ri foydalanish bo'yicha qandaydir chora-tadbirlar bormi? Yo'q. Endi hozir bir eshitib xursand bo'lgandim. Bir 3-4 yil oldin Milliy gvardiya aralashib, kirishdan oldin maktablarga olib qo'yilyapti telefon. Men xursand bo'lgandim rost. Hozir shu davom etyaptimi yo'q? Endi bizda chiqarilgan qarorlar, buyruqlar har doim oxirgi shu nuqtasigacha, faoliyat nuqtasigacha yetib borib to'liq natija qilinmaydi-ku. Biz faqat ishlayotgandek ko'rsatishimiz kerak, o'zimizni ishlashimiz emas. Kamizga keladigan kuni hammani telefoni yig'iladi, o'tib ketayotganda shu shkafdaligini ko'rish kerak. Boshqa payt bemalol, chunki baribir endi o'qituvchilari ham toqati yo'q. Telefoningni yig'ishtirib qo'y deb, masalan, Milliy gvardiya xodimlari men chekka hududda ishlaganim uchun bir haftada bir marta ko'rishim mumkin yoki ko'rmayman. Chunki 2-3 ta hudud beradi, oralari uzoq-uzoq. Masalan, bir kun nazorat qilishadi. Endi uni kim nazorat qiladi telefonnida? Bordir, shunaqa maktablar bor, xususiy maktablar bor, yig'ishtirib qo'yishadi. Mutlaqo taqiqlangan telefon ishlatish. Ota-onaning telefoniga ulangan kameralar shundan ko'rib oladi, qanaqa faoliyat bilan shug'ullanyapti. Masalan, shu yaqinda borgan Qashqadaryodagi Iqtidor xalqaro maktabida shunaqa ekan. Bu yaxshi, keragi yo'q. Yetib oldingmi, sog'liging yaxshimi deb so'rash keragi yo'q masalan o'quvchidan. Lekin hozir qonun bor. O'quv muassasasiga mashg'ulotga kirayotganda yo sumkada bo'lish kerak yoki kirish eshigida qoldirish kerak, shkafga joylashtirilib, maxsus mutaxassisga topshirish kerak degan qaror bor, lekin oxirigacha amaliyotga tatbiq qilingani yo'q bu narsa. To'g'ri tushunish kerak. O'qituvchilarga ham oson emas. Shunaqa. Qilmagan shu ish qoladi. So'radik. Doktorim, siz ham savollaringiz bormi ustozimizga qanday? Savol yo'q-ku. Layfhak bor. Ya'ni bu xususiy ta'limni yo'lga qo'yilgan. Misol biz o'qigan ustozimiz bor. O'sha meditsinada o'qish uchun tayyorgarlik ko'rganmiz. Xo'p, shunday tizim yo'lga qo'yilgan. Bola kelganda ota-ona bilan kelishiladi. Bolaga telefon mumkin emas. Agar telefon topsa, telefonni o'rtasiga mix qoqiladi. Shu shartnomaga rozi bo'lib, ota-onalar olib kelib tashlab ketgan, rozi bo'lib tashlab ketadi. Kimdan telefon topilsa, telefonga mix uriladi. Keyin telefonlar doskasi bor.
Mhm. Doskada har xil telefonlar bor mixlangan. Atay bolalar ko'zi uchun qo'yib qo'yilgan. Zo'r ta'sir qiladi. Endi men pedagog sifatida bolalar psixologiyasini, ijtimoiy munosabatlarni, ta'lim jarayonidagi muammolarni o'rganaman. Shu sababli buni bir taraflama yondashuv deb hisoblayman, to'g'risini aytsam. Chunki pedagog har qanday rahbar ham, tashkilot rahbari qonunga qanday bo'ysunish kerakligini, qanday qonuniy yashash kerakligini umuman har tomonlama o'zini misolida namuna bo'lish kerak va birovni shaxsiy mulkini jazolash uchun qanaqadir tarbiya berib qo'yish uchun mulkiga unaqa daxl qilish haqqi yo'q-da, daxl qilishga haqqi yo'q. Uni huquqlarini buzilishi, unimi, ota-onasinimi kim olib bergan bo'lsa ham, hatto Ota-onasi bilan kelishgan holatda O'zini- ota-onasini o'zi qiladi deyapti. ha, o'zini rozi qilib qilingan adolatsizligicha qolaveradi. Ustoz qarang, man hayotda ham, ishda ham bular bilishadi. Menga muammo bilan kelmanglar deyman. Nimadir muammo ko'rsanglar, yechim bilan kelinglar deyman. Ha. Sizga ham shu gap. Aha, Agar buni xato deb bilyapsiz, ideal yechimiz bormi? albatta. Eshitaman. Va Qarang, bu yechimni qo'llashda nimalar qildingiz? mundoq. Shu gapimni tugatib olsam, agar telefonini olib qo'yadigan bo'lsa, ko'rsak mixlab qo'yamiz desa, ota-ona telefon olib bermaydi. Bolada qiziqish bor. Endi u yashirib pul o'g'irlab turib telefon olishga harakat qilmaydimi? Masalan, ko'chada kimdir zo'r kontentlar ko'ryapti, ko'rib qoldi, kimdir o'yinni maqtanyapti, mana o'yinda mana darajaga chiqdim. Endi bo'lgan bunaqa narsa, pul o'g'irlagan. Telefon olish uchun pul o'g'irlagan, keyin yashirib telefon ishlatgan. Qiz bolalar endi yashirib telefon ishlatsa nima bo'ladi? Ustoz Tanish muhitga topadi. bog'liq. Bular aytayotgan muhitda u bolalarning bo'sh vaqti yo'q. Ozgina bo'sh vaqt ajratganda telefonga ishlatgan, telefon ishlatsang, telefonga qoqaman degan. Endi mayli, endi yechim sifatida nimani Mhm. taklif qilish mumkin? Faqat mutlaqo cheklash zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yoshiga qarab, dam olish uchun ekran vaqtlarini joriy qilish kerak. Kontentlarini nazorat qilish kerak, tavsiya berish kerak to'g'ri kontentlarni. Chunki baribir Uni nazorat qilib bo'lmaydi, bilasiz-ku ustoz. Filtr qilib qarang mana. bo'lmaydi. Instagram, Uyda- YouTube'da. uyda yo'q. Instagram bilasiz, nimani o'ylasangiz, nimanidir gaplashsangiz, o'sha mavzuni chiqarib beraveradi sizga e'tibor bergan bo'lsangiz. Meni o'quvchilarim bor. Buvisi bo'lsa ham nazorat qiladi. Televizorda, Wi-Figa ulangan televizorda qaysi kontentni ko'rdi, doimiy nazorat. Agar ko'rgan bo'lsa, ma'lum bir vaqt mahrum bo'ladi. O'sha ekran vaqtidan mahrum bo'ladi. Shu ijtimoiy tarmoqlarini o'zini bitta nimasiga Wi-Figa ulasa nimani ko'rgani, masalan, meni bolam uyda televizorda nimani ko'rganini YouTube'da telefonimdan ko'rib turishim mumkin. Ustoz, hozirgi bolalar Real. nima deydi? Ha. Hacker bo'lib ketgan, shunday narsalarni ko'radi, bilmay qolasiz. O'zi aslida birinchidan boshdan o'rgatmaslik kerak deyman. Siz masalan maktab yoshigacha yetguncha dedingiz. Men umuman ijtimoiy tarmoqni, telefonni cheklash tarafdoriman. Mediada ma'lumotlar olish mumkin bo'lsa, televizorda, uyda, ota-onani ko'zi oldida olishi mumkin. Men mutlaqo taqiqlash kerak bu narsani deyman. Bu allaqachon 10 yillar oldin muvaffaqiyatli insonlar tomonidan qilingan. Mashhur insonlar o'zlarining farzandlariga internetda 18 yoshgacha berilishmagan. Ronaldo adashmasam 11 yoshgachami telefon bermadi hali katta farzandiga. Shunaqa 17 yoshingacham telefon olib bermayman degan. Shunaqa, chunki ular bilishadi. Endi boshqa davlatlarda bizdan oldin kirib keldi-ku internet, smartfonlar bizdan oldin joriy qilishdi. Shuning uchun taqiqlash birinchisi, o'rgatmaslik, taqiqlash emas, o'rgatmaslik. Endi cheklash kerak vaqtlarini. Endi smartfonlardan chiqarib yuborishni tavsiyalarim bor. Agar o'rgatib bo'ldi, bilmadi, masalan, Shu tavsiyani onani- aytinglar. ona deylik, boshqa ishlar bor, qaynota qaynonasi bor, sog'lig'i yaxshi emas, xo'jalikda ishlari ko'p bo'lishi mumkin. Endi bolani bir muddat o'zidan yiroq qilib, band qilib, ishini qilish kerak. Allaqachon 4-5 yil oldin ham meni shunaqa tanishlarim bor edi. Beshikdagi bolani televizor oldiga qo'yib qo'yib, yotqizib qo'yib, soatlab tashqarida ish qilib yuradiganlar bor edi. Yana maqtanishardi. 2 soatdan keyin kelsam ham ko'rib yotgan bo'ladi jimgina Hozir ham bor. deb.
qaranglar, endi telefonga hozirgi bolalar o'rganganida birinchi o'rinda birdaniga chiqarib yubormaslik kerak. Shunaqa qarshi Shunday. ko'rsatma bor. Telefondan chiqarilayotgan bolani xuddi narkomanni narkotikdan chiqarayotgandek yondashish kerak. Birdaniga olib qo'yadigan bo'lsangiz, sog'lig'ida juda katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Telefonda nevrologik muammolar ham bo'lishi mumkin. Har xil xatti-harakatlar bo'lishi mumkin. Endi chiqarish jarayonida sekin ko'rayotgan kontentlariga taqiq qo'yib, tekshirib, ana shu agar qoidani buzadigan bo'lsa, ma'lum bir sanksiyalar e'lon qilib, ekran vaqtlarini kamaytirib, masalan deylik, bugun 4 soat, 5 soat ko'radigan bola 1 soat ko'rsin. Ertaga 40 minut ko'rsin. Keyin yarim soat ko'rsin. Sekin chiqarib yuborish. Asosiy bitta 50% natijani ta'minlaydigan qoida bor. Ota-onani o'zi bolani oldida telefonini o'ynamaslik, mana bunday oldiga qo'yib qo'ymaslik. To'g'ri. Chunki kashandani chekkanini ko'rsa, chekkisi keladi. To'g'ri, haqiqatdan ham. O'zi uni oldida ish yuzasidan ham e'tibor bersangiz, siz shundoq telefoningizni olib bir ochdingizmi, nariga odam keyin men ham shu orada bir qarab olay, nima yangiliklar bo'ldi ekan olamda Shunday. deyish. To'g'ri. Ayniqsa shu ovqatlangan vaqtlarda kattalar o'zi, chunki ovqatlanayotgan vaqtda butun fokus ovqatda bo'lishi kerak va organizmni shunaqa ba'ziviy ehtiyojlarni qondirish vaqti bo'ladi. Hamma narsani shimib oladi. Iloji bo'lsa tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi hayotiy keyslarni tahlil qilib, nasihatlar, rivoyatlar bilan tajribalarni bo'lishsa, ovqat bilan birga yesa zo'r ekan. Lekin men hozir ko'rdim, mehmondorchilikda ham, hamma joyda, yaqinda metroga ham chiqdim, hammani qo'lida telefon. Shunaqa, men ham shunaqa qilar ekanman, bolam yo'q bo'lganda, lekin bir vaqtda ikkita dam olish qilay. Ana kino ham ko'raman, ovqat ham yeyman. O'sha tushundim qanaqa salbiy oqibatlari bor. Endi menda vaqt muammosi bo'lar edi-ku. Shunaqa, har doim umuman bolani oldida telefonini chiqarib ishini bitirmaslikni ham maslahat bergan bo'lar edim ota-onalarga. Zo'r layfhak berdingiz. Ko'pchilik ota-onaga aytaman, telefon, televizor to'xtadi, sekin astalik bilan chiqar deyman. Chiqardim deydi, faqat ovqat yeyishiga yoki mehmon kelganda qo'liga berib qo'yaman, majbur bo'lyapman deydi. Siz aytgandek, o'shani hikoya aytib berib, ovqatini boshqa narsa bilan chalg'itib, o'yin tarzida o'shanga almashtirib qilsa bo'lar ekan. Yana unga muqobil variant berish kerak. Telefondan nima olyapti ular? Arzon dopamin olyapti. Har xil shunaqa kontentlar ko'rib kirishi mumkin, yangi informatsiya olishi mumkin. Arzon dopaminni olgandan keyin miya anaqa bo'ladi-ku, u narsa tez tarqab ketadi, yana chanqoqlik his qiladi. Shunaqa, lekin uni o'rniga masalan har xil o'yinchoqlar olib berishi mumkin. Miyasini rivojlanishiga yordam beradigan o'yinchoqlar masalan. O'zi birga o'ynasin, siz aytgandek ekstremal qanaqadir vaziyatlari beradigan o'yinlarni tavsiya qilishi mumkinki, dopamin olsin. Boshlanishiga shunaqa ekstremalroq narsalar bo'lishi kerak. Biz masalan ba'zan to'g'ri keladi, ota-ona sifatida bolalar bilan kurash tushamiz, yugurib bir-birimizni quvamiz, olishamiz. Shunaqa qilamiz. Endi biz yoshmiz hozircha. Chunki telefonda u yaxshiroqda aytganingizdek, ekstremal nimalar, o'yinlar. Ekstremal o'yinlar. Ekran, chunki bog'chada ham qo'yib berishadi. Shunaqa multlar qo'yib berishadi, boshqa qilishadi. Wi-Fi ga ulab bering deyishadi. Men Wi-Fi ga ulab berganda ham bolamga bo'ldi, boshqa xonada bo'lsa meni telefonimdan boshqariladi. Aytgan vaqtimga o'chiraman. Bu safar nima qildik-ku, yig'lamasin, yo'q, o'rgansin. Hozir agar yig'laganda men ko'nsam, 20 minut yig'laganda men ko'nsam, keyingi safar 40 minut yig'laydi. Chunki biladi u ish berishini-da, usul ish berishini. Shunaqa qayda bo'lsam, yo'q, uzr, tugab qoldi deyman. U aldaydi-ku, menga ham mumkin. Tugab qoldi-da, bolam pul solsa-ku. Men bolam, nega aldaysiz? Shunaqa qilib cheklash kerak-da va hech qachon qoidalarni buzmaslik kerak. Ko'ngilchanlik qilib. Bola har doim tabiat, olam endi anglayotgan bo'ladi-ku, kuzatadi. Nima ish berdi, nima ish bermadi. Yana yaxshiroq harakat qilsam, shuni davom ettirsam ish beradi deb. Bola ayyor bo'ladi deydi, bu tomondan qo'shilaman. Chunki u kuzatuvchi. Siz bilan mendan yaxshi kuzatuvchi. Masalan, palatamda bo'ldi, qizcha telefon ko'rishni yaxshi ko'radi.
Ana воздушный havoli plastilin olib chiqdim. U bilan to'p yasadik, o'ynadim birga. Chunki meni bezovta qilyapti o'qituvchi sifatida. Hamma bola meni bolam-ku. Diqqatni tortyapti, Yo'q, a? meni bolam-ku, hamma bola burnimni tiqishim kerak uni hayotiga ham. Shunaqa plastilin olib keldim. To'p yasasangiz yo'q, zo'r uchadi. Kravatlar ustida ikkalamiz yugurib yurdik. To'pni kim birinchi ilib olish bo'lib. Keyin narsalar yasadik. Ana qo'lidan keladigan narsa. Menga anaqa narsa yasab berchi. Qorbobo olsam, qorbobo yasab berchi deb. Keyin yo'q, o'zlariga ham plastilin olib chiqishdi, o'ynab qoldi. Onasi aytyapti, qo'g'irchoq bor. Borganimdan keyin 3 kun turdi qimirlamasdan tokchada. Nimaga o'ynamaydi desam, yo'q, umuman o'ynamaydi deydi. Mana telefonni olib qo'ysangiz, ona endi mehribonda. Ana shunaqa o'zini nazarida. Ikkita qo'g'irchoq turibdi, o'ynamaydi, umuman o'ynamaydi dedi. Siz shu telefonni olib qo'ying, o'ynaydi. Chunki zavq izlaydi bola. Kerak bo'lsa, keyin telefon yo'q bermagandan keyin boshqa muqobil variant o'zi ham izlaydi. Chunki bola doim informatsiya olishni xohlaydi-da. Yo'q, o'ynadi shu qo'g'irchoq deb. O'zi aytgandek o'rgatish kerak-da. Onasiga ham qilmagan ishini, misol uchun mashina haydashni bilmasa, mashina bersa-da haydaysiz, haydolmayman deydi-ku. Siz aytgandek o'rgatish kerak-da, birgalikda o'ynash kerak. Shunaqa boshqa muqobil yechimlar albatta turishi kerak. Telefonni olib qo'yib shunchaki keyin chalg'itishga harakat qilish kerak. Ota-ona o'zini faoliyati jarayonida, masalan, ishga olib ketmasa ham, kerak bo'lsa ishga olib ketish kerak. Mumkin bo'lsa orada har xil zavq beradigan narsalarni ishiga olib borsin, ko'chada yurib birga aylansin, magazinga borsa, billa borsin. U magazinga borish ham o'zining madaniyati bor. Ish qilganda birga qilsin. Masalan, men qilaman, qurbon qilaman, qanchadir ovqatim yomon chiqishi mumkin. Manti tugamiz, pirashka qilamiz. Bir narsalar bo'lib ketadi, lekin bolalarim zavq olyapti. Nimadir yasashni o'rganyapti. Ishim ham bo'lyapti. Hali men mana ishimni qilib olishim kerak. Bolalarim naryoqda tursin emas. Mayli, ular ham qilsin. Band miyasi ishlayapti. To'g'rimi? Idish yuvayotganda ham, yuv deyman, idish yuvmaydi, u yomon qiladi battar, lekin har holda harakat qilyapti, miyasi ishlayapti, band. Ish bilan birgalikda kollaboratsiya qilish mumkin. Kichkina bolani ham men hozir aynan 2-3 yosh farzandlarni nazarda tutyapman. Keyin yana qo'shimcha qilmoqchiman, tabiat bilan birlashtirish kerak. Ranglar kerak. Eng zo'r. Kiyimi yomon bo'ladi demasdan ko'pchilik aytadi bu narsani. Men atrofimda yashaydiganlar o'qituvchi bo'lgani bilan qaramaydi. Menga kiyimini qizig'i yo'q. Tuproq o'ynaydi. Biz o'ynaganmiz. Biz tabiat bilan, ijodkorlik bilan shu orqali tanishganmiz-da, to'g'rimi? O'ynashadi, shu tuproq o'ynashadi, tosh o'ynashadi, yuguradi, chopadi, o't o'lanlar o'ynaydi masalan. Chiq tashqariga o'yna deyman. Televizor qo'yib bering desam, yo'q, tashqariga majburiy chiqariladi bizda. Iloji boricha tashqarida bo'lsin, tabiat bilan bo'lsin. Shunaqa. Sizda qanaqa fikrlar bor? Doktor, savollar. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingni o'zgartirishdan boshlaydi. Nima qilib o'zgartirasiz? Shuni ayting. Aytmoqchi bo'lganim, bilan ota-onalar bolasini o'zgarishini xohlasa, avval o'zlari o'zgarish kerak-da. Ya'ni o'sha nima qilmoqchi, telefondan chiqarmoqchimi, boya aytib o'tlang, o'zlari telefonlarni yig'ishtirsin. To'g'ri. Televizor ko'rsatmoqchi emasmi, o'zi ko'rishni to'xtatsin. Xo'p, yana ko'p ota-onalar yana shikoyat qiladi, bolam kitob o'qimayapti. Xo'p, o'zi kitob o'qiymikan so'rash kerak edi. Zo'r, to'g'ri. Agar xo'p o'zi kitob o'qisa, bola ko'rganini qiladi, o'qiydi. Oddiy misol, men o'zim uyda dars qilaman. Meni bolalarim ham dars qilaman, o'g'lim keladi. Va kichkina qizim 2,5 yosh. Hali bola yaxshi ruchka usholmaydi. Lekin qog'oz beraman, ular ham dars qilib bir narsalar chizadi. To'rt chizadigan narsaning ma'nosi yo'q. Lekin dars qilishni o'rganyapti. Xullas, bola ko'rganini qiladi deydi. Shuning uchun ota-onalar o'zi ko'rsatish kerak. Eng yaxshi tarbiya usuli namuna ko'rsatish deydi. Rostdan ham yana bitta narsani qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Telefondan ajratishdagi qarshi ko'rsatma. To'g'ri usulga o'xshaydi. Telefon ushlama, kitob o'qi. Telefon ushlama, darsingni qil. Unaqa bo'lmaydi. Yaxshi narsasini olib qo'yib, nimani tiqishtirsangiz, u narsadan nafratlanib qoladi.
Yo'q, bu kishi aytgandek, namuna bo'lib, birdaniga lekin kitobga o'tkazish kerak emas. Hozir kitobxonlik rivojlanyapti, lekin telefondan chiqaryapti, kitobni tiqishtirish kerak emas. Sekin-sekin bolalarga yotishdan oldin hikoyalar o'qib berib, ko'proq rasmli narsalar bilan, chunki yaqin-ku telefonni bajarayotgan funksiyasiga minimum yaqin tasvirlari bor. Yosh bolalar bo'lsa-da, shunaqa kitoblar o'qib berib yoki rasmlarini ko'r deb oldiga tashlab qo'yib, shunaqa qilishi mumkin. Kattalar bilan endi iloji boricha rag'bat berish kerak. Rag'bat va'da qilish kerak kitobxonlik uchun. Faqat telefondan chiqish va kitobga kirish jumlasini birga aytmaslik kerak lekin. Salbiy, bizga nima majburlansa, u yaxshi narsa bo'lsa ham salbiy narsaga aylanib qoladi Tushundim. ongimizda. Tushundim. Siz savollaringiz bormi? Bor. Lab eshitamiz. Bizda ta'lim sohasida nevrologik muammosi bor bolalar, neyroturli bolalar pedagoglar tomonidan bilim yetarli bo'lmagani uchun, tushunilmagani uchun xatti-harakatlari yoqmaydi. Munosabatlarda muammolar kelib chiqadi, ta'lim olishda xalaqit berishadi. U bolalar xalaqit bermaydi, ulardagi holat xalaqit beradi va bosim ostida qoladi u bolalar tushunilmagani uchun. Masalan, giperaktiv bola. Giperaktiv bolani ba'zi onalar aytadi, hamma bolani sho'xroq bo'lsa giperaktiv ham deb qo'yishadi. Giperaktiv bola bilan serharakat endi giperaktiv sho'xroq bola bilan giperaktiv bolani giperaktiv diagnozli bolani farqi, unga qanday yondashish kerakligi haqida ma'lumot bersanglar, ozgina pedagoglarimizga yordam bo'lardi. Boshlab bering doktor, men Xo'p. Giperaktiv bola bilan, ya'ni patologik giperaktivlik bilan sho'x bolani asosiy farqi. Xo'p, odatda giperaktivlik diqqat buzilishi bilan birgalikda keladi. Ya'ni, xo'p, giperaktivlik diqqat buzilishi bilan birga keladi. Ya'ni u bola diqqat yo'q bo'ladi yoki sust bo'ladi, juda ham. Diqqat taqoq bo'ladi. Xo'p, sho'x bola, xo'p, xarakter jihatdan bu yerda bunaqa tiplariga ham bog'liq. Masalan, odatda xolerik tipdagi sho'x bolalar diqqati bo'ladi odatda. Asosiy farqi shu. Xo'p, endi buni yo'nalishi kelib chiqqan holatda, xo'p, tarbiya yo'nalishlari bor. Misol uchun, kimgadir qattiqqo'llik qilib tarbiyalash kerak, kimdir erkinlik berib tarbiyalash kerak yoki kimgadir o'rtamiyona normani ushlash kerak. Shunga qarab kelib chiqqan holatda qilinadi bu narsa. Xo'p, endi tarbiyalashdagi yo'nalishni aytyapsiz-ku. Yo'q, uni qanday yondashish mumkin? Giperaktiv bolaga zo'ravonlik qilmasdan tushuntirib bersangiz, uni ataylab qilayotgan xatti-harakat emas, nevrologik xususiyati, unda ayb yo'qligini, lekin bizda bo'ladi, darsga xalaqit beradi, masalan, tinch turmaydi, aytgan narsangizni eshitmaydi, qayta-qayta ogohlantirish berishingizga to'g'ri keladi, masalan. Shunaqa bolani, mana men hozir bir narsani tushunib oldim. Sho'x bola sho'x bo'lgani bilan aytganingizni tushunadi, eshitadi, bajaradi. Tarbiyasiga qarab bajaradi. Lekin u bajarmayaptimi demak bir o'ylab ko'rish kerak, giperaktiv bolamikan? Mutaxassisga ko'rsatish kerak, Chunki agar u giperaktiv bola bo'ladigan bo'lsa, unga biz bosim qiladigan bo'lsak, bu adolatsizlik. Chunki bu ongli ravishda qilinayotgan xatti-harakat emas, Men sanab ko'rdim, shunaqa sho'x bolalar bilan endi men chekka hududda turaman. Hamma bolalarda, ayniqsa diqqat tarqoqligi yoki giperaktivlikni anglangan holatda mutaxassisga olib borilmaydi. Buni aytishim kerak. O'zim ham bilmayman, chunki qo'lidan yetalab olib bora olmayman mutaxassisga, diagnoz qo'ya olmayman. Lekin shunaqa bolalarga sizni fikringizga ham qisman qo'shilaman. Kimgadir maqtov kerak, kimgadir niqtov kerak degan naql bor. Kattalarga nisbatan ko'proq to'g'ri kelarmikan deb o'ylayman, lekin kichkina boshlang'ich sinf bolalariga giperaktiv bolalarning miyasi, endi sizlarga nevrologiya, psixologik tomoni ham bor-ku, men ozgina qiziqqanman-da, ularni miyasi harakatlanib tinchlanar ekanda. Shuning uchun ularga ko'proq harakatlanadigan vazifalar berishga harakat qilaman. Shunaqa bolalarim bor, o'quvchilarim. Doskani art, daftarni tarqat, keyin u ko'p o'tira olmaydi, ko'p bir vaqtda tinch o'tira olmaydi va albatta tinch o'tirgani uchun rag'batlantiraman. Sen tinch o'tirding, voy malades, mana ishni yozib bo'lsang, bajarib bo'lsang, keyin sen aytgan metodni, ya'ni o'yin metod qilamiz, chunki unga shunaqa narsa yoqadi-ku. Sinfingizda nechta giperaktiv bola bor?
Bitta sinfda o'zi nechta? Ichida bittami, ikkitami, nechtadi? Qarang, bitta sinfda kamida bitta uchraydi, albatta uchraydi. Endi Rahmat. biznikilar 20 talik, 16 talik sinflar chekka hudud bo'lgani uchun kamida bitta giperaktiv aniq uchraydi. Diqqati tarqoq aniq uchraydi. Yana shu aqliy jihatdan rivojlanishda ortda qolish, sekinroq rivojlanish aniq bitta uchraydi. Qarang, giperaktivlik bu STVga deyiladi. Sindrom defitsit vнимания giperaktivность, ya'ni diqqatni jamlay olmasligi hamda giperaktivlik. U qancha yugursa energiyasi yana ham tugamaydi-da, kuchli yuguradi. Ko'pchilik ota-onalar keladi, buni batareykasi Duracell deydi, tugamaydi deb hazillashib kuladi-da. Bu kasallik emas, sindrom bu. Shunday ekan, uni doim ham davolashga harakat qilmaslik kerak. Uni kuchini to'g'ri yo'naltirish kerak. Siz aytdingizki, doska arttirib yoki jismoniy tarbiya yoki sport bilan shug'ullantirish, mana shunday narsalarga yo'lantirish kerak-da. Agar shu narsalarni qilmasa ota-ona, bu giperaktivlik kuchayaveradida, bolada boshqa sabablarni ham olib kelishi mumkin, boshqa sindromlarni ham. O'shandan keyin boshqa sindromlar o'tgandan keyin nevropatolog olib kelishadi. Ha, bosim qilsa yana ham salbiy tomonga qarab ketib O'zi qoladi. aslida yaqingacha 25 ta, 30 ta boladan bittasida kuzatiladigan holatdir. Ko'pincha bu 7 yoshdan keyin aniqlanadi. Nega desangiz, maktabga jim o'tir, qimirlama deydi-ku, u bolalar o'tira olmaydi. Bog'chada yuguraveradi, o'zi bog'cha yoshdan boshlanadi. Tinmaydi, shuning uchun o'tkazib yuboradi. Hozir bu narsa ko'paygan. Uni birinchi o'rinda ota-ona rol o'ynaydi. Ota-ona to'g'ri yo'naltirish kerak, bu narsani to'g'ri anglab yetish kerak. Bo'lmasa foydasi bo'lmaydi. Nafaqat giperaktivlik, ba'zi bir ota-onalar maqtanadi-da o'zicha. Mani bolam zo'r, mo'min qobil, uyatchan, uncha kirisha olmaydi deb xursand bo'laveradi-da. Kecha ham 2 kun, 3 kun oldin keldi. Bitta onaxon qizini yoshi 21 yoshda. Qizi farzandli bo'lgan, bolasi ham 4 yoshda adashmasam. Bolada autizm elementlari bor, nutqiy rivojlanishda orqada qolish bor, alali umuman gapirmaydi ham. Bolani ko'rib so'radim, ular ham haqiqatdan telefon, televizor berib qo'ygan. Keyin katta o'sha bolamni nimasini ko'rsataman, qizimni dedi, nevarasini ko'rsatdi birinchi. Qizini ko'rib tekshiribman, intellektual hamda aqliy rivojlanishdan orqada qolish bor. Bolangiz 21 ga kiribdi, turmushga beribsiz, farzandli bo'libdi. Nega shu vaqtgacha davolatmadingiz? Bilmadingizmi desam, ko'z yoshida. Rossiyada tushunaman, balki turmush o'rtog'i nimadir bo'lgandir. Rossiyada yurdim, ishlayverdim. Kelganimda ko'rardim, lekin buni uyatchan, uydan chiqmagani uchun, yolg'iz bo'lgani uchun shunaqa xarakter deb yuruvdim deb ko'z yoshida ko'tardilar-da. Shifokorlarga borganlardan oldin bularda psixologik nima bor, bunga psixotrop dorilar yozilgan, tinch nima qilib tashlaydigan. Bular noto'g'ri, to'g'ri tushuning, bolada hech qanday nima yo'q, faqat shug'ullanish kerak, vaqt ajratish kerak deb to'g'riligicha tushuntirdim. Men hayron qolgan joyim, nahotki 20 yoshgacha shu narsani bilmaydi ota-onalar. Bizni millatimizda juda yoqimli-ku, e'tiroz bildirmasa, qarorlarni muhokama qilmasa, aytganingizni qilsa, tinch bo'lsa, bolani ham shunaqa qancha kam harakat bo'lsa, shuncha yaxshi deyishadi-da. Aslida harakat bo'lyapti, demak uning miyasi yaxshi ishlayapti. Olam manglashga harakat qilyapti. Bo'ysunayapti, zo'r. Ha, bo'ysunayotgan bo'lsa zo'r. Biz endi itoatkorlikni yaxshi ko'ramiz-ku. Odob bilan itoatni farqiga bormaymiz-da biz. To'g'ri, ikkalasini bitta sinonim deb o'ylaymiz-da. Shunaqa. Ota-onalarga e'tiroz bor. Ya'ni mana bizga kelishadi, o'zingiz ham ko'rasiz. Xo'p, bolasini shifo topishini doktordan ko'rishadi. Ya'ni hamma narsa doktorga bog'liq. Biz borib o'sha yerda davolanib kelsak yaxshi bo'lamiz deb o'ylashadi. To'g'ri, haqiqatdan ham nima deydi, Xudo sababchi qilsa biz ham yordam beramiz. Lekin asosiy muammo ota-onalarda o'zlari. Shifoni kimdandir kutish kerak emas, o'zi harakat qilish kerak shifo uchun. Ya'ni misol harakat sistemasidagi muammosi bor bolalarda ko'zga juda ko'p tashlanadi bu narsa. Ya'ni o'sha keladi, shug'ullantiradi, bo'ldi, shu bilan uyga boradi, damini oladi. U bolalar tinmay shug'ullanish kerak, to'xtovsiz shug'ullanish kerak. Shunday. Keyin yoki shifoni doridan kutish. Misol 5 ta kapinsa 7 xil tabletka yozib bergan doktor yaxshi doktor, 2 ta tabletka yozib bergan doktor yomon doktor. Yoki bir sog'lom bolani olib kelishadi-da.
bolangiz yaxshi, sog'lom, kasalmas, faqat ozgina shug'ullaning deb tushuntirsak, biz yomon doktormiz yoki bilmaydigan doktormiz. Kimgadir boradi, kim borib boshini tekshiradi, boshini uzi qiladi, bolangiz boshida muammosi bor ekan deydi, 5 xil dori yozib beradi. U doktor EKG topdi. qiladi, chiribni tashxis qo'yadi, osmonlar yulduzga qarab. Shunday U doktor yaxshi doktor, aqlli doktor ekan, topdi. Mana doktor bilmadi deydi. shunaqa murakkab Yaqinda ham yondashib xuddi shunday holat bo'ldi. Manga kelibdi, bolasini tekshiryapti. Hammasi yaxshi, bolang sog'lom, zo'r-ku, hech qanday hech nima kerak emas desam, keyin endi doktor to'g'risini aytaman dedi. Ha, to'g'risini aytingchi, nima desam, kecha mana bu doktorga bordim. Undan oldingi mana bu doktor. Ikkita doktordan ikkita spiska qildirib olgandi. uni qarang. Ular ham yaxshi dedi, lekin qo'ymaganiga mana shu ikkita dorini yozib berdi deydi. Siz nima deysiz deydi. Men hech nima yozmayman. Shu bolangiz bilan shug'ullaning deyman dedi. Shug'ullanish masalasida bitta qiziqarli holat bor. Keyin shu dorilar masalasini aytib bermoqchiman. Travmatologiyaga murojaat qilganmiz katta farzandimda displaziya bilan janoh yaxshi rivojlanmagan bo'ladi, to'g'ri tushunganmanmi? Shunda keyin bir kishi ko'p dorilar yozib berdi. Undan tashqari gips qilamiz deb nima qilishdi. Chet taxlab qo'ydi, 12 metr chet oyog'ini orasiga. Shu vaqt bola yig'lasa oyog'i og'riydi-ku. Bola yig'lasa shu palatamdagilarga fenibut berdi vrachlar. Tinch yig'lamasligi uchun, boshqalarga qulay bo'lishi uchun. Bu bir. Keyin shu travmatologiyada yondashish hodisalarga bitta metodda aytmoqchimanda. Bolani oyog'ini shundoq ochib yopib, mashig'ini o'rgatdi. Shunaqa qilasan, seni bolang yaxshi dedi. Gipsiz nima bo'ladi? Boshqa joyga o'g'rincha chiqib borib tekshirtirdim. Vrach aytdi, anaqa u o'sha ish joyidan siqib chiqarilgan odam ekan u. Topib bordim, shu palatada yotgan odamdan eshitib qolib, keyin shunchaki har kuni har soatda oyog'ini orasini 20 martadan ochib yopasan dedi. Keturasan, u dorilar ham shart emas dedi. Bittagina shu kalsiyni nimadir rivojlantiradi, sirupcha aytdi. Boshqa dorilar nima oyog'ini orasida yana gipsini nimani olib tashla, chitini dedi. Otib var uni. Uyingga jo'na narsalaringni yig'ishtirib dedi. Ertasi kuni bolamni oyog'ini gips qilishlari kerak edi. Shunaqa qildida, keyin men juda intizomsiz odamman. Har soat qilmadim, lekin haligi narsani bir kunda 2 marta qilgan bo'lsam, keyin bilsam ko'rsatgani borganimda bolam sog' chiqdi. Shu yeta ozgina siljish bor, chetroqda ekan bitta sonini oyoqchasi shu. Keyin borganimda natija zo'r edi. Hammasi zo'r chiqdi rentgenda. Vrach aytdi, bir kunda o'zi bir marta qilsa bo'ldi ekan. U narsani meni bolamga, meni qilmasligimni bir kunda bir marta desa qilmayman-ku, har soatda deb aytgan ekanda. Shuning uchun sizlarni shu reabilitatsiya jarayonidagi mashqlarni bajarishda aytsanglar qilmaydi-ku. Ko'proq aytish kerakmi? Shunda kamini bajarishadimi? Hali meni aldagan ekan, meni foydamga deb kulib yuraman-da. Shu bir kunda bir mahal qilish kerak bo'lgan narsani har soat qilasan deb aytganda. Endi dorilar masalasida nevrologik kasal bo'lganlarni onalardan ko'p gaplashdim. Nevrologik kasali borlarni dorilar juda ham qimmat deyishdi. Shu apparatlarga tushishga borganimda, masalan, TMS oldiga borganimda, kim ushlab olsam so'raymanda, bundan oldin qayerga bordingiz? O'zlari gap qop ochilib ketadi. 1,5 yil uni boyitdim, 1 yil buni boyitdim. Unaqa ko'p dorilar yozardi. Keyin o'yladim. Men keldim, yana intizomsizman. Menga dori yozib berdingiz, 2 ta tabletka yozib berdingiz. Adashmasam 7 ta fizioterapiya oldimmi bir kunda? Kechgacha aytgan doringizni ichmadim. Lekin fizioterapiya bilan hammasi ishlab ketdi. Uyqum zo'r bo'ldi, ishtaham zo'r bo'ldi. 2 oydan beri o'sha ovqat yeyish hissiyoti ham yo'q edi-da. Shu charchoq nimam orqasidan, shunaqa miyam charchatganim orqasidan ishtahalarim ochilib, keyin o'ylasam, u kuni umuman dori ichmagan ekanman. Shunaqa magniy va olti bilan shunaqa ko'pchilik aytayapti, vrach dori yozmas ekan, unaqa ko'p dori yozmas ekan deb hayron bo'lishyapti. Bitta opa bilan ertalab gaplashuvdim. 8 ta fizioterapiya, adashmasam, dorisi yo'q, rosti ko'p. Xalta dori olardik, lekin avvallari Toshkentda boshqasida davolanganimizda deb aytishdi. Ayniqsa shu tinchlantiruvchi dorilar ko'pchilik yozadi hozir menga. Nevrologik dorilarni fenibut, masalan, bittasi yana nofen ham bormidi? Ha, ikkitasini eslab qolganman-da, chunki men pedagogman, endi bolalar o'zlashtira olmayapti.
o'sha dorilarni qanaqadir travmatologiyada bergandan keyin cherepnoy deb berishadi masalanda. Hozir endi o'zlashtira olmayapti, sababini shunda ko'ryapti. Shu dorilarni ko'p berganman deydi lekin. Shu dori haqida gapirsangiz, masalan, nimaga nevrologik dorilarni kam yozasiz? Shu haqida gapirsangiz. Yo'q, men kam yozmayman, men normada yozaman. Bular kam yozadilar. Ha. Eng kam yozadigan doktorimiz bular. Nari borsa 3 ta yozadilar, hozir 4 ta bo'lib qolishi mumkin ba'zida. Xo'p, bu nevrologik dorilar, Norfen, Phenibut, Bifren, shunga o'xshagan dorilar. Tarkibi gamma amino fenil moy kislota. Uni instruksiyasiga, ko'rsatmasiga binoan tinchlantiruvchi, miyani oziqlantiruvchi, birinchi navbatda miyani oziqlantiruvchi, shu bilan birga uyqu chaqiruvchi ham xususiyati bor. Bu dorilar hech qanday zarari yo'q, qachonki to'g'ri dozada kerakli vaqt berilsa. Buni siz aytgandek ota-onalar e'tibor bermaydi. Siz men kam qilaman dedingiz-ku, 90% ota-onalar uni 2 barobar ko'pini qiladi. Bolangga mana shu dorini 6 dan 1 ber, 1 oy davomida yetadi deylar. Yo'q, bolasi uxlamagandan keyin kimdirdir qo'shnisi, xolasini nimasi, ammasini qizini aytganini qiladi-da, 4 dan 1 ga ko'paytiradi o'zidan o'zi. 1 oy emas, 3 oylab, 6 oylab beradi. U har qanday dori mana shunday nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Misol uchun Phenibut dorisini men yaxshi bilaman. 10 yildan beri qo'llab yuramiz o'zimiz. Misol uchun shu Phenibutni ichgan kerak vaqtda men o'zim jiyanlarim bor. Boshqa vrachlar, nevropatologlar borgan payti Phenibut yozgan, kerakli vaqt ichgan. Hozir normal, institutda o'qiydi medinstlarda. Tibbiyot Faqat oliygohlari ko'rsatmalarga aniq rioya qilib dozasini oshirmasdan shu aytilgan ko'rsatma berilgan holatda Men shuni aytganlarki, agar san asalni me'yordan oshirsang, u zahardir. Lekin zaharni me'yorda dozasini tanlab nima qilsang, u dori bo'lishi mumkin, foydali bo'ladi. O'zimiz sabab bo'lamiz hammasi. Yana kim aybdor? Doktorlar aybdor. Bu dorini yozdi, u dorini yozdi. Agar bolaga haqiqatdan ham o'sha narsa kerak bo'lsa ko'rsatmasiga oladi. Lekin ming afsuski, haqiqatdan ham shifokorlar tomonidan kerak bo'lsa, bo'lmasa tinchlantirish maqsadida ba'zi bir holatlar uchrab turibdi, berilyapti. Men ham bunga qarshiman. Endi u nevrologik muammo emasda, masalan, yig'lagani, oyog'i Yig'lagani og'rigancha u yig'lagani. haqiqatdan u shikoyat, bu kasallik emas. Uni sababi emas kasallik, uni sababini topish kerak edi, sababiga qarshi kurashish kerak. Fikrlaringiz bormi yana qo'shimcha? Va nima uchun kam yozishim tushuntirib bermoqchi. Shuni ayting. Xo'p, mana biz har doim aytaman, juda ko'p holatlarda kasallik asoratini davolaymiz. Ya'ni biz davolaydigan kasalliklarni juda ko'p qismi asorat. Misol jumladan DTSP. DTSP bu bosh miyani perinatal davrda jarohatlanishini asorati. Endi biz qanaqadir dori bersak yo boshqa bersak, u miya joyiga kelib qolmaydi. Faqat qanaqadir nima deydi, simptomatik dori beramiz, ya'ni bemorda holatdan kelib chiqib nima zarur bo'lsa beramiz, bo'ldi. Qolgani asosan o'sha mashq, fizioterapiya bilan bo'ladi. Shu uchun biz kamroq dori yozishni tanlaymiz. Chunki hech qaysi dori, bizni professorimiz shunday o'qitgan, hech qaysi dori aql bermaydi, hech qaysi dori nutq bermaydi, hech qaysi dori xotirani kuchaytirib qo'ymaydi. Bu narsalar faqat mashq bilan bo'ladi. Shu uchun ko'proq mashq tarafdorimiz. O'zi men ham bir 6 oy oldin, 1 yil oldin doridan chiqib ketaman deb harakat qildim. 1 oy davomida dori yozmadim. Yozsam bitta, 2 ta yozib qo'ydim. Nima qilamiz desa, keyin eshitsam gap chiqib ketdi. Doktor dori yozmasaga faqat yotqizishni xohlarkan, yotqizib lecheniya qilarkan, o'ziga tabiiy narsa berilyapti, bolang tabiiy ravishda yaxshi bo'lsin deb nima qilinyapti desa, yo'q, ko'ngil joyiga tushmaydi odamlar. Dori, mana shu dori ichgandan keyin bolam yaxshi bo'lib ketdi. Palonchi doktorga boruvdim, Karteksinni yozdi. O'shandan keyin bolam nutqi chiqib, kallasi ishlab ketdi. Ha, deyman, foydasi yo'q bunday insonlarga aytgansiz. Bitta yurib ketgan qiz bor ekan-ku, yoshi kattaroq, 18 yoshli qiz. Shu kishini onalari aytdi. Mana TMS apparatini ko'rganim yo'q edi bolam 18 yoshga kirguncha. Yana qaysidir fizioterapiyani aytdi, lekin dori ichardik faqat dedi. Bu nimani muolajalar borligini bilmasdim, lekin bolam hozir yurib ketdi deb shunaqa dedi-da. Endi bizni xalqimiz shu ko'p dori yozib bersa, rostdan ham yaxshi vrach ekan, ishini bilarkan deb o'ylaydi-da. Masalan, shaxsan o'zimni qaynonamni nimasida ham bo'lgan, boshidan o'tgan, vrachga olib borishgan.
kasalligiga bitta dori yozgan, u keyin mana bu narsani qo'zg'atadi deb unga dori yozgan. Ko'pgina dori, keyin ular jigarga nagruzka bo'ladi deb jigarga shifo bo'ladigan yozgan, keyin ishtahani ochadigan yozgan. Har xil. Juda hayron qolganman, lekin icholmagan hech qaysisini mazalari qochib. Bir kunda bir 12 ta dori ichish kerak edi-da. Ko'rpalarni tagidan topardik, ichdim derdi. Shunaqa. Keyin ishtaha mavzusida aytib o'taylik. Aha, Hozirgi kunda bu juda og'riqli mavzu. shunday. Ya'ni, xo'p, 90% ota-onalar bolasini ishtahasizligidan shikoyat qilishadi. Shunday. Bolam yaxshi ovqat yemaydi, boshqa qilmaydi. Dori yozib bering, dori yozib bering. Uni qarang. Xo'p, misol aytaman, shu bolangiz bir kunda necha soat yo mashq yoki bir boshqa narsa mashg'ulot bilan band qilasiz. Aksariyat holatlarda bola band emasda. Shu bolangiz chiqib o'ynasin demay ko'chaga chiqib yoki bo'lmasam qanaqadir jismoniy yuklama bering deyman. Kechgacha ishlasin deyman. Keyin ishtahasini ko'rasiz deyman. Chunki spesifik ishtaha ochadigan dorilar o'zi juda kam. Undan tashqari uni bergan bilan foydasi yo'q. Ishtahasi hech qachon ochilib qolmaydi. Endi o'sha dori bergan payt ta'sir qiladi. To'xtatgan bilan baribir yana o'sha organizm o'z holiga qaytadi. Shu uchun qachon qanaqadir jismoniy yuklama berilsa, ishtaha o'z-o'zidan ochiladi. Tushunarli. Yana pedagoglarni foydasiga bo'lgan bitta savolim bor ikkalanglarga. Ya'ni, shu impulsiv jihatdan o'zini yaxshi boshqara olmaydigan, sog'lig'ida muammosi bormi, ko'p asabiylashadigan masalan. Endi o'zi ta'limdagi zo'ravonlik holatlariga ham bitta odam zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, uni 25 ta sabab bo'lishi mumkin-da. Har xil sabab, nevrologik muammosidan tashqari, oilasida muammosi bo'lishi mumkin. Organizmida shu yetarli moddalar yetishmayotgan bo'lishi mumkin va hokazo. Yomon muhitda bo'lishi mumkin, maoshdan qoniqmayotgan bo'lishi mumkin yoki shunaqa jinsiy bazaviy ehtiyojlari qondirilmayotgan bo'lishi mumkin. 25 ta sababi bor. Lekin agar bu muammo nevrologik bo'lsa, qanday shaklda bo'ladi va qachon mutaxassisga murojaat qilish kerak? Endi qisman o'zimda ham bo'lgan. Mutaxassis sifatida yoritib bersanglar, kattalardagi shu impulsivlik, ya'ni jizzakilik, sabrsizlik yoki yig'lash masalan o'zini tutolmasdan qachon sodir bo'ladi, nevrologik qanday muammo bo'lganda sodir bo'ladi va mutaxassisga murojaat qilish kerak yoki qaysinisini mutaxassis oldini olish orqali yaxshilash mumkin? Xatti-harakatlari yoki holatlarida organizmdagi. Xo'p, siz aytadigan shikoyatlar deyarli 90% ayollarda yengil ko'rinishi kuzatiladi. NSD deydi. Neurosirkulator dystoniya. 4 xil turi bor. Kardiologik turi deydi, gipotonik, aralash turi, gipertonik turlari bor deydi. Ya'ni nima bo'ladi? Tez jizzaki bo'ladi, asabiylashadi. Asabiylashganda xuddiki mana bu yerda nimadir tiqilganday nafas siqiladi, qo'li qaltirab qoladi, yuragi tez urib ketganday bo'ladi, o'zini yomon his qila boshlaydi. Ba'zida bosh og'rishlar ham kuzatiladi bunday bemorlarda. Xo'p, bularni birinchi bo'lib oilaviy shifokorga, oilaviy poliklinika shifokorlarga borish tavsiya qilinadi. Chunki u yerda ko'radida qaysi mutaxassis kasalligi. Men aytgan shikoyatlar endokrinologik jihatdan endokrinologlar tomonidan muammo bo'lganda ham kuzatiladi. Chunki nafas siqishlari bilan kechayotgan bo'lsa agar yoki davleniyasi bilan qoni kam bo'lganda anemiya deyiladi. Asosan nevrologik sabablar kelib chiqadi. Bu o'zi tagi nimadan kelib chiqadi desa, ayol kishini emotsional ta'sirchanligidan. Yani bilamiz hammamiz, ko'proq erkak kishilar aqli bilan ish ko'rsa, ayollar emotsiyasiga, his-tuyg'ulariga berilib fikr qiladi-da. Oddiy narsalarni ham qandaydir xayoliga noto'g'ri tushunib, birdan nima qilib o'ziga olib, sekin-sekin yillar vaqtlar o'tgan sari rivojlanib boraveradi-da. Agar to'g'ri tashxis qo'yilib muolajasi qilinsa, bir kurs lecheniyadan yaxshi bo'lib ketadi. Agar siznikida yig'ilib, e'tibor bermasa, o'zini ishga berib, o'zi hammada bitta sizda emas, hammada mentalitetimizda avval o'zi davolanib ko'radi.
uyda nimadirlar qilib ko'radi, keyin tabibga borib ko'radi, keyin qo'shnilarni aytganini qilib ko'radi. Bir dam ham olib keladi mayli sizga o'xshab bo'lmagandan keyin shifokorga borishadi. Ko'rib, tekshiruvlar qilib, kelganingizda ham aytgandim-ku, birinchi navbatda nima ta'sir etib turibdi shu holat kelgan, shu ta'sir etuvchi omilni bartaraf etmasa, yotmasa bo'lmaydi. O'sha muhitdan chiqish kerak. Ko'pchilik bemorga aytaman, noto'g'ri tushunadi, yotqizish uchun harakat qilyapti deydi. O'sha muhitdan ta'sir qilib turgan muhitdan qochdingizmi, 50% o'sha sizda davolanish boshlandi degan. U qolgan muolajalar, sizga aytganimdek dorilar, platsebo terapiya deydi bizada. Ya'ni ishontiruvchi dori-darmonlar qo'llab-quvvatlovchi nimalar yozilgandi. Ichmasam ham yaxshi bo'lib qoldim dedingiz. Xuddi shunday narsa. Kelinglar, shu haqda gaplashamiz. Bo'lmasa, balki videoning ichida ketar o'tziv sifatida, chunki buni alohida yoritmoqchi edim, hozir yaxshi kelib qoldi. Demak, men nevrologik kasal bo'ldim. Zo'ravonliksiz ta'lim eksperti, nevrologik nevrozmi? Men Oson diagnozim. emas, bir o'zingiz hammaga qarshi. Keling Tushunaman. ochiqlaymiz. Men diagnozim nevrozmidi, adashmasam? Aytavering, bu kerak. Shunaqami? Aha. Boshlanishi. Demak, bizni nimamizda, xalqimizda ana neyronniy bo'lib qoldi degan jumla bor va nevrozga chalingan odamni nazarda Sizniki tutish nafaqat kerak bu nima, уже qo'rquv hamalar ham borgan. Ha, shuni tushuntirib beraman. Тревожный состояниyalar boshlangan. Taxminimni nimadan kelib chiqqanini tushuntirib beraman hozir. Chunki manaqa zo'ravonliksiz ta'lim haqida gapirar ekanman, u tajribalar yashab o'tgan bo'lishim kerak. Yaxshilikka hammi deb o'yladim. To'g'risi men o'zim juda yaxshi asrayman, qaror qilaman o'zimga deb o'ylardim. Adashgan ekanman. Bu narsani yashab o'tishim kerak bo'lgancha ham boshimga tushgandir. Demak, men nevroz kasalligiga chalindim. Diagnozi qo'yildi. U nimadan kelib chiqdi deydigan bo'lsak, men o'qituvchiman, onaman. Ketma-ket 3 ta farzandni dunyoga keltirdim va ba'zaviy jihatdan ham organizmim, psixologik, gormonal jihatdan ham joyiga tushmasdan qayta farzandli bo'laverdim. 5 yilda 3 ta. Endi undan tashqari o'sha jarayonlar ichida men ishda bo'ldim. Ish bo'lganda ham ta'lim edi u. O'zim energichniman dedimda, hobbilarim bilan ham shug'ullandim. Kitob o'qidim, doimiy ravishda mediaga bog'langan bo'ldim. Oilaviy masalalar o'ziga yarasha bo'ladi, chunki men ham birinchi marta turmushga chiqishim, Xudoga shukr, birinchi tajribada, Xudoga shukr, oxirgisi bo'lsin-u, bizda ilm yo'q. Har xil holatlar bo'ladi, masalan, hammasi birgalikda energiyam yetadi dedim, ham borgan sari kirishib ketaverdim bu narsalarga. Ishimda zo'r bo'li, masalan, oxirgi yilda mana bloger bo'lib qoldim, mediada zo'r bo'li, keyin odamlar talab qilgan sari ko'proq o'qigisi keladi. Shunaqa qilib har doim bir vaqt o'zida 2 ta faoliyat bilan shug'ullanardim. Aynan men shu media bilan edim. Shu ish qilayotganimda telefonga qarab bo'lmaydigan vaqtda audio kitob eshitardim. Ham miyam informatsiya qabul qilardi, ham ishni bajarishim kerak. Kir yuvaman, uy tozalayman va hokazo. Endi ovqat qilib, qo'lim qimirlaydi, o'zim bir joyda bo'laman, idish yuvaman, podkast ko'raman sohamga oid. Kechasi hamma uxlagandan keyin kechasi 12-1 gacha yo informatsiya olaman, yo beraman, yo dars beraman. Onlayn yo dars olaman. O'zimni nima deb o'ylaganman? Bilmayman. Sekin odamlardan uzildim. Dam olmadim umuman. Men shu zavqlanadigan ishimni qilyapman, missiyamni bajaryapman, shundan zavq olyapman, to'g'ri ketyapman deb o'yladim. Terminator ayol bo'ldi. Qo'shilmay qo'ydim atrofdagilarga, vaqtni, qizg'onni vaqt men uchun qiymatli, uni qimmat narsaga, uni boyitishga sarflash kerak odam o'zini dedimda, yig'ilmay qo'ydim birovlar bilan, shunaqa bazmlarga, boshqalarga, umuman odamlar bilan gaplashgim ham kelmay qoldi. Keling gaplashib o'tiramiz deganlarni voy bekorchi deymanda. Shunaqa bo'ldim. Shunaqa sekin hech narsadan zavq olmay qoldim. Kechasi miyam umuman uxlamaydigan bo'lib qoldi. Chunki ketma-ket farzandli bo'lib, farzandimni o'ylab chiqqanim uchundir usti ochilib qolmadimi, boshqa bilmayman. Uni sizlar yaxshi tushunasizlar. Miyam uxlamasdi. Miyamda ham podkastlar olardi. Odamlarga nimalardir tushuntirardim. Shunaqa gaplashardim. Ko'z yumiladi, lekin miya ishlab. Hamma narsani, miya ham ishlab ham turadi. Sezardim ham tashqarida bo'layotgan narsalarda. Hech narsadan zavq olmay qoldim.
mutlaqo hech narsadan Oskar olgan kinolarni ko'rdim. Men hayotda Oskar bermasdim ularga. Sayohatga borib ko'rdim. Endi Arofat o'qiydi-ku. Harakat qildim, o'zimga qanday yordam bera olaman. Maksimal yomon kontentlar ko'rmay qoldim. Salbiy narsalarni, umuman kino-pino, odamlar bilan unaqa gaplashmadim. O'zimcha immunitet hosil qilsam shundan bo'lyapti deb o'yladim. Ishimda muammo yo'q edi. Yaxshi ko'raman. Bolalar bilan zavq olaman faqat. Chet elga borib ko'rdim. Dam olib kelsam, aytganingizdek, muhitdan chiqib ko'rsam, yaxshi bo'laman deb o'yladim. Bir haftaga chet elga bordim. 3 kunda hech narsa ishlamadi. Men dengiz ko'rib ham zavqlanmayapman. Hech narsani ko'rib zavqlanmayapman-da. Hamma telefonga olib yotdi. Yo'q, men e'tibor bermayman. Уже menga kech. Menga endi dam olish o'zi yetarli emas. Men davolanishim kerak deb o'yladim. Lekin chekka hududda nevrologga uchradim. Bir o'zingizga dam oldirib yuborsangiz yaxshi bo'lardi deyishdi rostdan ham. Agar o'zi ko'rib qolsa xursand bo'lardim. Nima yozdi? Yodamarin, adashmasam Magnibaldi. Keyin shunaqa bir u yoqqa ham uchrab ko'ring. U yoqda chunki birinchi o'rinda shu narsa ustun tursa kerak. Bir uchrab ko'ring, balki yana vasvasa deydi-ku. Ha, vazifalarni ko'p olganimdan zimmamga hammasini men qilishim kerak. Men yaxshiroq qilaman. Ishda ham, uyda ham hamma narsada men ko'nglimdagidek qilaman va zo'r qilishim kerak deb turib doimiy u qolib ketyapti. Bu yaxshi bo'lmay qolyapti. Bu oxiriga yetmay qolyapti. Xavotirda yurib endi yo'q narsadan xavotirlanadigan bo'lib qoldim. To'satdan yuragim vahima bosadi. Hamma sog'lom deyman. Uyda narsa yetarli, hamma narsa yetarli. Nimaga bunaqa xavotir olyapman? Yig'lagim keladi. Уже siz oldingizga kelguncha ham avtobusdaman, hammasi joyida. Baqirib yig'lagim keladi. Keyin shu yoqqa yetib olsam shunchaki mutaxassis gapi to'g'rimikin deb sizga o'ylab yozdim. Menga nima bo'lyapti o'zi? Doktor, men qanaqa muammodaman? Psixologik muammomi bu, nevrologik muammomi? So'rasam sizniki nevrologik muammo dedingiz. Rostdan keldim. Birinchi kun shunaqa fizioterapiyalarni oldim. Dorilarni ichmasdan уже 2 sutkalab ovqat yemay yurardim men. Chunki qornim ochidi, istak yo'q edi, yeyish istak yo'q edi-da. Magazinlarga kirardim, ko'nglim tortadigan hech narsa topmasdim. Keldim, shu ovqatni bir hafta kutdim. Mana karam bilan kartoshka jar ko'p. Bir hafta kutdim. Rostdan ham shunaqa mazalimi? Chunki birinchi yegan ovqatim, lichenadan keyin birinchi yegan ovqatim kechqurun berilgan ekan. Shunaqa endi ham yig'lagim keladi, ham kulgim keladi. Hali ovqat yeganimga shunaqa tansiq, haligi ovqat maza qilib yedim. Bir hafta ham retsept takrorlamas ekan-ku. Bir haftadan keyin o'sha kuni o'sha soatda kelar ekan shu ovqat. Ko'rdim haligi ovqatni boshqatdan yedim, chunki dunyodagi eng tansiq ovqat-da men uchun. Yo'q, men shu anchadan beri ovqat yemasdan ishtahasiz bo'lib, ishtaha bilan yeganimga shunaqa bo'lgan ekan. Chunki undan keyin boshqa narsalarda ham ishlab boshladi-da u narsa. Ko'chaga chiqaman endi rejalashtirib qo'ygan hamma narsamni yeb kelaman. Konsertlarga bordim. Nevrologiyada davolangan odam konsertga boradimi bo'lmasa? Chunki hamma narsani his qilib boshladim. Demak, men charchab ketganimdan, shunaqa nevroz bo'lganimdan, o'sha zavqlanish hissim o'lib qolgan ekanda. Hech narsa yordam bermay qoldi. Tavsiya qilgan bo'lardim o'qituvchilarga. O'zida shunaqa holat sezayotgan bo'lsa, davolanishni men boshlab beray dedim. Bu narsani aytishdan uyalmayman, chunki boshqalar uchun foydali. Shu Instagram sahifamda shunaqa holat bo'luvdi deb ochiq aytdim, chunki o'tsifini ham bo'lishmoqchi edim. 200 kishi yozdi menda ham shu holat, natijasi bilan bo'lishing. Oxirida aytaman bitta qilib. Ha, bir sutkani ichida istoriya 24 soat turadi-ku. Bir sutkani ichida 200 kishilar yozdi-da. Chunki menda ham xuddi shu holat bo'lyapti. Uxlayman, dam olmayman. Charchoq bilan uyg'onardim, boshim og'rib uyg'onardim, kerak bo'lsa. Uxlayman, dam olmayman. Ishtaham yo'q, hech narsa yegim kelmaydi, hech narsadan zavqlanmayapman. Уже meni tilim bilan miyam kelisha olmay qoldi. Boshqa narsani o'ylayman, boshqa narsani aytaman. O'quvchilarim ismini adashtirishni boshladim. Ketdik Arofat dedi. Keyin Xudoga shukr, yaxshiman, sezish kerak ekan. Vaqtida murojaat qilish kerak ekan. Masalan, hatto kerak bo'lsa sayohatga bormasdan sharoiti borlar bo'lsa, birinchi bo'lib bu tomonini ko'rish kerak ekan. Davolanish yo'lini ko'rish kerak ekan. Chunki menda ishlamadi. Sizga alohida gaplashganimizda ham aytib berdim-ku, yordam bermadi. Asosiysi o'ziga tibbiy shu yordam berish ekan, mutaxassisga murojaat qilish. Yana maslahat berishinglarni xohlardim. Psixologik og'ir muhitda ishlaydigan odam uchun nevrologik muammolarga uchramaslikka qanaqa harakatlar qilish kerak? Qanaqa tavsiyalar berasizlar masalan?
Xo'p, noto'g'ri o'sha nima deydi, bosim ostida ishlaydigan odamlarga Keling, savolni aniqlashtiraman. Aniqlashtiring. O'qituvchilar bor, har xil tarbiyali, har xil individual xususiyatli bola keladi ularni oldiga va ular maoshidan qoniqmaydi. Ishida o'zi muammolar bor, muhitda muammolar bor, ortiqcha talablar bor va psixologik holat ham murakkab, stressli muhit. Bu bir. Ikkinchidan, sizlarda patsientlarni onalari, nevrologik muammosi bor bolalarni onalari, ular 24 soat ishda, to'g'rimi? Kechasi ham, kunduzi ham va ularda natija juda sekin ko'rinadi-da. Ularda doimiy charchoq hissi bo'ladi, balki o'qituvchilarga yaqindir bular faoliyati ham, a? Shular kasallikka chalinmasligi uchun, zo'riqmasligi uchun, nevrologik shu muammoga duch kelmasligi uchun nimalar qilishi mumkin? O'ziga qanday yordam berishi mumkin? Xo'p, agar misol uchun bemorlarimizni onasi deb olib qaraydigan bo'lsak, xo'p, birinchi o'rinda davolangani kelishganda o'zlarini murojaat qilishsin. Ko'rib, iloji boricha yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, endi kelolmaydigan yoki boshqa bir holatdagi bemorlar bo'ladigan bo'lsa, xo'p, o'zi nima qilyapti turganini tushunsin. Ya'ni, misol uchun, mana nogiron bolaga qarayapsiz, to'g'rimi? Xo'p, bu narsaga boshqa pozitsiyadan qarash kerak. Bu bir Alloh sinov. Menga kelgan sinov. Men shu sinovdan sabr qilib, yaxshi o'tishim kerak. Bolamga yaxshi parvarish qilishim kerak. Yaxshi ona bo'lishim kerak. Shunda men martabam yaxshi bo'ladi. degan narsani tushunib yetish kerak. Xo'p, o'qituvchilar masalasida. O'qituvchilar bolalar bilan ishlashda siz aytyapsiz, maosh kamligi, har xil stressli. Xo'p, o'zi hayotini tahlil qilib ko'rish kerak. O'tirib, xo'p, mana maosh kamligi uchun bu bolalar javobgar emas-ku. Tushundik. Shu narsani tushunib yetish kerakda, bolalarda ayb yo'qligini his qilib, o'zi bolalarga o'zini to'g'rilab, yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Keyin imkoniyat bo'ladigan taqdirda bir vrach ko'rigini o'tib tursin, o'zini sog'lig'ini tekshirib tursin. Shunaqa. Ustoz, qarang, nafaqat o'qituvchi, boshqa kasbdagi yo'nalishda ham hamma o'zini kasbini tanlashdan oldin ko'pincha o'zi qaror qabul qiladi. Va qaror kasb tanlayotganda niyat xolis bo'lishi kerakda. Shu kasb tanlashda maqsadim nima? Pul topishmi yoki odamlarning dardiga shifo topishiga sababchi bo'lish yoki xalqimizni bilim topishiga, saviyali bo'lishiga bolalarimizni o'qitish yoki yurtimiz ravnaq topishi uchun boshqa kasblarni egallashmi yoki pul topishmi? Misol uchun, biz kasbimizga maqsadimiz ko'proq insonga yordam berish, yaxshi bo'lib ketishiga sababchi bo'lish bo'lgan. Shuning uchun ham biz institut bitirgandan keyin ham institut o'zi bir biz uchun 10 yillik sinovda, oson emas bizada. Kontrakti bo'ladi, kontraktga o'qiydiganlar ko'p. Ham oilali bo'lib, ham o'qib, ham ishlab nima qilganlar bor. Bizada ham oila zo'r bo'lmagan. Shunaqa bo'lganki, 4 ta joyda ishlaganmiz. Birdan mana bunday holat kelib qolmaganmiz. Biz nimadan maza qilamiz? Bemorni ko'rdingiz, davoladingiz, lecheniya olib yaxshi bo'lib ketdi. Doktor, siz lecheniyangiz yaxshi bo'lib ketdim desa, pulim yo'q desa, biz puli qiziq emas, osmonlarga uchamiz, o'sha so'zimiz yetadi. Har bir inson shunday bo'lishi kerak-da. Har bir kasbda muammosi bor, har bir kasbda o'zini nimasi bor. O'qituvchilardan ham ko'ra doktorlarniki qiyin. Sizlar o'quvchilarni nimasiga, bilimiga bitta biz aybdor emasmiz, ota-ona ham harakat qilish kerak desanglar, bizga ota-onalar yoki kasal o'zi san davolashing kerak, san o'zi sababchi bo'lgan bo'lsa ham shu kasallikka yo san qilishing kerak, mana shu yerga kelib yaxshi bo'lmadi, yo vaqt kerak deb tushunmaydi. Bizda undan ko'proq nima muammolar bor. Lekin biz o'sha yaxshi bo'ldik, siz sabab mana shunday natijaga erishdik desa, bu hamma muammolarni unutamiz, uchamiz osmonga. Shunaqa bo'lishi kerak. Lekin aslida o'qituvchilar bilan shifokorlari oyliklari farq qilmaydi. Sizlarniki balandroq. Haqiqiy shu davolovchi vrachni maoshini solishtirdim. Bizda yangi ishga kirgan o'qituvchini oyligi bilan teng edi. Shu 2 yil oldin adashmasam so'raganimda yuqori ham edi. Bizda yangi ishga kelgan tajribasiz, endi bitirib kelgan bilan
oliy toifali vrachmi, xullas olis hududdan kelgan vrachda 2,5 millionmi qanchadir-da oyligi. Shunaqa bir stavkasi shunaqa E, deganida. doktorlarga ham endi oshyapti. Ha, shunaqa deyishuvdi. Lekin bitta tomoni bor, u gapingiz ham to'g'ri, e'tibor bermayman maoshlariga. Faqat ta'limdan natija uzoq vaqtda ko'rinadi. Shunisi bor. Sizlarda zavq olish Davolashi bor-ku. birdan bo'ladi deb o'ylaysiz. Endi har Ayniqsa holda bizni sohamizda reabilitatsiya. 11 Litsenziya yilda bor ko'rinmaydi-da. 11 yil vaqt ketmaydi-da, shunaqa. bolalar. Balki shunaqadir deb o'yladim. Keyin yana bitta narsani eshitib qoldim. Bir kishidan emas, ya'ni bayramlarda 8-marta masalan onalarga bepul muolaja qilishinglarda shunaqa muammosi bor, onalarga igna terapiya. Shunaqa Siz prokuror ekansiz. charchog'ini chiqaruvchi shunaqa muolajalar qilishinglar eshitdim. Lekin bayram bo'lmasa ham bugun ertalab ham bitta onadan eshitdim, sherigimga qilib qo'yishdi deb shunaqa yordam qilib. Chunki kasalni Ustoz qarang, qarayotganim kasal bolalar, onasi unga qarab u bechora asablari buzilib, charchab qolgan, u pulini zo'rg'a olib kelgan, o'yi bilan uyida qaynona qaynotasi bilan, xo'jayin bilan uni ishontiraman, bu yerda ishonchli bola ekan, davolar ekan doktor, natijalarni qo'yib borishyapti deb har bittasi osonlikcha kelmaydi. Pulni kimdir qaysidir qarz olib kelaman, hattoki shunday holat ko'rdim, kredit olib kelibdi. U pulini man qanday qilib olaman? Kreditini olib borib qaytarib ber, mayli bir safar klinikamiz hisobidan nima bo'lasan. O'shalarga ozgina shirin so'z, og'riq bo'lsa bo'yin sohasiga massaj, tinchlantiruvchi igloterapiya, u nima biza uchun? O'sha yaxshi topib ketsa, ertaga bolasiga e'tibor beradi, boshqa bo'ladi. Yana yurtimiz uchun foydali-ku, yaxshi bo'ladi bolasi, o'zi nima bo'ladi. Shuni ham qandaydir pulga chaqirish qanday hisobsiz. Yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Masalan, mana bunday ko'rsatuvlar qilyapsizlar, tushuncha hosil bo'lsin, kasalliklar oldi olinsin, masalan, telefondan ajratish kerak, bolalarda ko'p kasalliklar shu sabab. Yaxshi emasmi? Klient ko'payadi-ku. Nima qilib o'tiribsizlar bu yerda? Mani maqsadim birorta ham nevrologik kasallik qolmasin. Ishimni yopay, men xursand bo'laman. Boshqa sohani ham olib keta olaman. O'zimga ishonaman. O'qituvchi bo'laman, zo'r, yaxshi ko'raman o'qituvchilikda. Dars ham berganman medkolledjda, institutda dars berganman, tibbiyot institutida. Zo'r. Shunaqa bo'lsa. Yaxshi. To'g'rimi doktorim? Shunday. Judayam xursandman. Savollarimga javob oldim. Ma'lum bir ma'noda shu ma'lumotlarni yetkaza olgan bo'lsak auditoriyaga, xursand bo'laman men ham. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Xo'p, so'z oxirida sizni timsolingizda hamma o'qituvchilardan iltimos qilmoqchiman. Yuqorida aytdikki, ko'p ota-onalar e'tibor bermaydi. Ba'zi bir e'tibor berganlari bolasini orqada qolishi, misol uchun ZRR nutqiy rivojlanishdan orqada qolishi yoki ZPR va ularga ko'pchilik holatda bolasi sal orqada qolish bo'lsa ham maxsus maktabga qo'ying deb nima qilishadi-da. Lekin oddiy maktablarda olishmaydi. Avval ham shunday bolalar oddiy maktabda ham o'qigan. Lekin hozirgi maxsus maktablarda e'tibor berishmasdan uni og'irroq bolalarga qo'yadi-da, yana ham orqaga qolyapti. Agar shunday bolalar bo'lsa, ozgina orqada qolish bo'lsa, iltimos qilardim. Old partada o'zini partasiga o'tkazib, unga 2-3 martalab kerak bo'lsa darsni qaytarib o'tilsa, yetkazib olsa bo'ladi. Boshqa bolalar siz aytgan narsani bittadan tushunsa, u bolalar 2-3ta aytsa, keyin yetib boradi. To'liq olmasligi mumkin, lekin jamiyatga qo'shilish uchun shunday bolalarga agar uchrasa, bo'lib qolsa, yaxshiroq e'tibor beringlar, yaxshi qarashlaringizni ularni qaytarmasdan olishlaringizni iltimos qilaman. Rahmat. Doktorim. Shu joyda ota-onalarga bitta murojaat. Xo'p, siz aytgan holat bo'ladigan bo'lsa bolasida, o'z bolasini holatini individual tekshirsin. Agar bolasi aqliy jihatdan yaxshi, uni maktab yoshiga tortmayapti. Shu holatda iltimos qilardik, shoshilmasdan 1 yil bolasini kechiktirsin-da, qayta tayyorlov kurslariga olib borib, keyingi yil maktabga berishni tavsiya qilamiz. Zo'r. Rahmat. Rahmat ustoz, yo'q demasdan. Katta Doktorim, sizga ham rahmat. Hammaga rahmat. Sizlar bilan doktorlar va pedagoglar suhbatdosh, ham fikr, ham sinfdosh doktor bo'lib aytganlardek, ustozim aytganlardek. Ruhimiz bir sinf. Ruhimiz bir sinf, bular bilan maqsadlarimiz bir. Sizlar bilan ham bir bo'lishni xohlaymiz. Imkon qadar qo'llab-quvvatlanglar, hammaga tarqatinglar, har bir ota-ona uchun, yosh oilalar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat hammaga.